Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatxonasi programmasining aziz ko'rarmanlari. Bugungi naq maydon suhbat programmamizning temasi dunyoda keskinlashayotgan kuchlar raqobati va Uyg'urlar haqida bo'ladi. Dunyoning vaziyati nihoyatda jiddiy, keskinlik qarab ketyapti. Har kuni yangi xabar degandek biz bu yangi xabarlarni vaqti-vaqtida xabardor qilib bo'lamidik. Hammasi yig'ib bugun 3 mehmonni taklif qildim. Bu suhbatga hammamiz ko'rib turyapmiz. Anvarji akamiz Germaniyadan, Abdurimjon akamiz Germaniyadan, To'liq Abdurazzoq akamiz Amerikadan. Bugun bu suhbatning aziz mehmonlari. Assalomu alaykum Anvarji aka, Abdurimjon aka, To'liq aka. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasiga naq maydondan qatnashib berganingizga ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Rahmat. Bugungi suhbat birinchisi nimasi? Oldin qo'ygan 2-oyninki o'ttirlarda Myunxenda ochilgan Myunxen bexatarlik yig'ini haqida bo'ladi. Chunki bu yig'inda nurg'un talash tortishlar bo'ldi. Bularni Amerikaning muavin prezidenti Vanisniki bu yig'inga so'zlagan ba'zi so'zlari Yevropaliklarniki g'azab nafratlarini qo'zg'adi. Shunga eng avval biz shu yig'in to'g'risida qisqacha to'xtalib, uning keyinidan boshqa temalarga kiramiz. Bir savolga kiray. Birinchi savol. Amerikaning muavin prezidenti Vanis Myunxen yig'inida so'z qilib, Rossiya va Xitoy davlatlari tahdid emas, balki Yevropaning aslidagi qimmat qarashini yo'qotib qo'yish xatarlik dedi. Ammo Yevropa rahbarlari bu gaplarni masxara qildi. Yevropa hozir Amerikadan borgancha yiroqlashyapti. Bu dal Xitoyning kutgani emasmi? Sizlar buning qanday qaraysizlar? Buning eng avval Germaniyadan Anvarji akamizni taklif qilaylik. Xo'sh, Anvarji aka, ekran sizda. Rahmat. Mana men 53 yılın yağı Germaniyada yaşavatibdiman. 20 yıl Azatlık Radyosu'da muhbirlikni o'rganib, Uyg'ur tilida, keyincha O'zbek tilida xabarlarni ishladim. Turli analizlar yozdim. Birinchi deydigan so'zim, endi bu qitim Amerika rahbarlarining o'ttirib qo'ygan pozitsiyasi yoki sizlab o'tgandek so'zlari diplomasiya deb atilgan atalmaning ma'nosini o'zgartib etdi va yoki diplomasiya degan bir narsa qolmadi. Mening tushanchamcha, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, diplomasiya degan endi yurakdagi so'zni xalqning oldida qildigan emas, bunda parda oqsida qilib o'zaro bir hurmat, bir seviye de bir-biriga maqsadini uqtirish edi. Bu qitim muavin rais bo'lsin yoki Prezident Trump o'zi bo'lsin, shu uddulla men seni bikoga mudofaa qilmayman, pulni to'liq bersang mudofaa qilma, bo'lmasa ko'ta qasqiningni bayma Abdurazzoq aparimning aytganidek deb uddulla davatdi. Bunday bir gap so'zni men bu oliy davlat boshqarayotgan rahbarlarning og'zidan bo'libmi, endi Amerikadagi dunyoning soqchisi deyildi bir yerda. Amerikadagi bir davlatning rahbarlar og'zini anglab boqmagan, menmi ajablandim va bir yangilik degandimi so'q bir yangilikdek tuyuldi menga. Demak, endi bundan keyin faqat davlat rahbarlari Yevropa, Rossiya ular emas, biz oddiy xalqmi? Demakki, mushtaq gaplarni anglashga tayyor bo'lishimiz kerak. Uddulla chiqib, mani munchaga olamsa, olaman, olmayman.
veya ki munşpul versen seni kovdayma, munşpul vermesen kovdamayma. Ya ki digendek Ukrayna'nın reisi digendek mesela sen bir kılıç hukukun yok, unçuluk bir küçüğün yok. Cimotta dep birbirine tanışıp kaldı. Bu nesle yenilik hem de. Nerjakan şu nimaniki hazır sual o noktaga kirmez elkinsi. Hazırki mesele München bexatarlikni qanday jig'in, o jig'inda nimalar deyishdi? Amerikaniki muavin prezidenti Afg'oniston degan gapi Rossiya va Xitoy davlatlar tahdid emas, balki Yevropaning aslidagi qimmat qarashini yo'qotib qo'yishi eng xatarli degan bu gaplar kuch g'ulg'ul qo'zidi Yevropada. Biz asos mushtimaklarlar München bexatarlik jig'ini haqida. Bu jig'in 60 yılı, 1960 yılı taza soğuk uruş devri evcik algan vakitlarda başlanıp diken München'de aslında ilkindeki resmi bir mukami, resmi bir nemesi yok. Benim bilişimce hem de şu devletlerin kilip ilkindeki oçuk meydanda özlerininki fikir pozisyonlarını oturgu koyuş, birbirinin tomurunu tutuş, şu maksatlar bilen başlanganken, başta 10-15-20 devlet rehberleri kelgenken, keyin asası bu insan köpüyüp vaqti kelganda Rusni chaqirib diken, teklif qilib diken, keyin Hindiston, Xitoy degandek, hozir xatolashmasam 100'den ortiq, belki sizlar to'g'ri bilsanglar deb turinglar, 120 mi, 130 mi davlatninki oliy darajalik rahbarlari qatnashadigan xalqaroliq bir yig'inga aylanib qoldi. Endi o'tgan yıllarda bunçilik ehemmiyetlik bo'lganligini ya men his qilmagan ya da dunyo bunçilik ehemmiyetlik bo'lganligini farq qilinmagan. Endi bu qitim Amerika'nın yeni rahberligi bu arada 3 yıldan beri 2 yıldan devam qilib atgan 2 yıl qo'yaymi 3 yıl bo'lmadi devam qilib atgan Ukrayna urushi Amerika'nın yeni rahberliğinin Ukrayna urushini Avrupalıklara iştirip koyuşu ve Putin bilen AK taraftan özü sözlü çıkılan mesele hal kılışına intilişi demek ki bu yığının ehemmiyetini tekrar arttırıp etti. Avrupalıklar çöçedi, oygandı, oturdaki kirişmezlik yalıngaçlı oturup çıkıp kaldı. Her kimini göz aldı da. Ettigen akşamlarda bir yerde anca hareket kılımen, manımen, şeyde gırmanla bile uçuruşup kalımen, okugan insanlar ulamı, bu ulama özlerinin hayran boğallıkını ifade kılışıp hem narazılığını hem hayran boğallıkını ifade kılışıp hem de demek bunun dinkin demek vaziyet texmi mürekkepleşidigan okşaydı. Degandek fikirlerini bayan kılıştı. Eğer mevzudan çetnap ketip kalsam benim mevzu kaytırıp ekegin. Hem de bunun tabi elbette Uygurlar ötkende Uygur vekilleri mesela Dünya Uygur Kurultayı'nın sabık reisi Dolkur Efendim katnaşkan Uygurlarning bundaq bir yig'inda hazır bo'lishimi 2 yil avval birinchi qitim de mesela birinchi qitim bo'lgan. Bu da 2 yil qatnashdi. Bu da qatnashmadi. Qatnashma sebep nima demoqchisan ki? Marhamat. Bu yil o'sha taklif qilmasning sabablari nima deb qo'yamiz yig'in qatnashmadi. Endi demek bunun endi bu küçük devletler
baştan mesela esimde var benim dada, Bush dadısı. Öz vaxtıda Rabia Hanım'ını Prag'a ekilip yerinde toğuzgandı. Esinladı bolsa. Demek ki şu vaxtıda Rabia Hanım'ını yerinde toğuzup Avrupalık köztöş, Xitayga köztöş, Amerika devletininki siyasetiga mos kelgan. Bundan 2 yil burun yana Amerika'nın muavin prezidenti nima xonimdi ismi umu hatta Aqshda o'tag'izdi To'lqin efendimni. Bular hamdi küçük devletlerinin bir-biriga qarshi yürütken siyasetinin bir parçası işte közüge tıkıp veya ki işte köz tutup bunun karşı bunun mukabil ulardan bir narsani talep kılıdamdı. Bu qitim nemişke qatnaşmadı yoki teklif qilinmadi deganda menimcha bu bevosita bir teklif bo'lmagan bo'lsa kerak o'tmishdimi. Çünkü ben nimening tizimligiga qarab chiqdim. Konferansiyaga qatnashuvchilarning tizimligiga qarab chiqdim. O vaqt yerda bir Uyg'ur tashkilotininki Uyg'urning ismi yerda yo'qdi. Uningdiki men dedim her halda şu o'tmishda Prezident Bush Rabia Hanım'ni Prag'a kelganiga o'xshash bu qitimmi Biden hukumati demek Uyg'ur vakilini Xitoyning ko'zi ko'zishi uchun akab chaqiribdi degan bir qanoat paydo bo'ldi menda. Xo'sh, rahmat. Bu qitim nimishga chaqirilmadi deganda, tabii hozir yangi hukumat birinchisi uningdan keyin masalan anglayapmiz qaysi darajadir bilmayman ama Amerikaning NAD degan tashkilotining chet eldagi tashkilotlarga bo'libmi işte Xitoyga o'xshash mustabid devletlerinin qo'l ostidagi xalqlarga berayotgan yordamini to'xtatdi ekan degan gaplarni anglayapman. Buni bu to'g'riliq balki Abdurazzoq efendim tafsili ma'lumot berishi mumkin. Uningga bog'liqmi yoki bizning Amerikaning siyosati ya'ni deganimizdek o'zgaryapti. Bu bir yangi bir narsa. İşqilib bu qitim qatnashmadi. To'lqin efendim istifa berib chiqib ketdi. Yangi raisimiz uning saylandı hamdi ishqilib bu qitim qatnashmadi. O to'g'riliq cho'nqurlab kirib ketmasam bo'ldi. Ishqilib bu qitim qatnashmadi. Rahmat. Boshqa Abdurjak Hasan bir to'liqlaydigan yeringiz bormi? Hozir qilmashman qo'ygan savollarimiz. Hozir to'xtab turay. Ya'ni vaqt o'rni kelsa men qo'limni ko'tarib qo'shilishim mumkin. Me'morlarni bir tinglaylik. Masalan, Amerikada qanday qaraydi Abdurazzoq efendim? Ya şu her birinliğe ben dehşet qo'ygan 5 minut söyleş prosesini şu en ko'p bo'lgan vaqtida 5 minutdagi kesma ekan boshqa to'liqlaydi qapqas to'liqlaymiz. Biz yangi tema kelamiz. Xo'sh. Bunun hozir men yuqorida qo'ygan savol nisbatan boshqa fikrlar bormi? Endi Meleki Azbaq Xo'sh. Qo'shimcha ko'z qarashim bor. Anvar akam yaxshi tushunchi berdi. Bu qitim shu 52 qitimligi yig'ini chaqiribdi. Mumkin bexatarlik yig'iniki. Buni xarakterini Anvar akam bir tushuntirib o'tdi. Trump apparentning muavin prezidentiniki bu yerki ifodasi haqiqatan yaxshi bo'lmadi. Yevropa davlatlariga yaxshi bo'lmaslikda Germaniyaga o'chiq deb shu cho'qib turib Germaniyaning ismini deb turib ham Yevropaninki bexatarligini tilga olgan chog'da Yevropaga haqiqatan Rossiya bilan Xitoy tahdid emas, sizlar Rossiya bilan Xitoyni tahdid deb qaraysizlar. Dedi bo'lib hozirgi Ukraina Rossiya urushida butun Yevropaliklar Rossiyani tahdid deb qarayotgan vaziyat. Agar Ukrainadan Rossiya o'tib ketib qolsa, buniki nimasi yo'q, urushni to'xtatgan bir nishoni aniq emas Putinninki. Yevropaga tahdid olib keldi deb mo'shundoq bir qo'rqayotgan chaqni o'zida u odam qo'p sizlarga Rossiya bilan Xitoy tahdid emas, aslidagi tahdid ichinglardagi ko'chmanlar degan bu narsani o'tirib qo'ydi. Shuning bilan
bununla reddiye berilgen bolsumu ama Avrupa'daki natsistlerin nemesi yukarı gitti, inavut değişip gitti. Bu ketumki Germaniya saylamadı mı? AFD degan bir partiya var, yanıdan kurulgan texibi 10 yıldak oldu aldık yani. Şu partiyanın o'zi 20% eşip gitti avazı. Buna ait xatarlik meseleni keltirib chiqadi odam. Yevropadagi natsistlarning yuqori inavotini eshishiga, andan keyin ularning parlamentdagi sonining eshishiga turtki bo'ldi deb qaraladi. Bu nuqta asosan yaxshi qilmadi. Amerikaniki keyingi savollarda bu yerga kelamiz qachon bu nuqtalarga. Ammo Amerikaning bu qatimki München bexatarlik yig'inida qatnashgan bu vakili asasen hem diplomatiya tilini kullanmadı, Anvarkam degandeki hem diplomatik münasebetini Avrupa'nın asasen soğuklaştırıp, jiraklaştırıp bir pozisyada fikir kıldı o adam. Hem Amerika'nınki nöbetçi hükümeti mi Avrupa bilen bulduğun diplomatiyanı acizlaştırıp bir plan bağışlaydı o da oyladık. Hem şunda tahlil kılınmatıdı. Germaniyanınki bazı siyasi analizciler şu fikirine oturup yuvadıdı. Avrupa'nı Amerika öz beşiğe taşlap çıktı. Avrupa'nı öz aldığımıza taşlap koyduk yani bu. Bununla biz Avrupa özümüzden bexatarlikka özümüz kapalatligimizga bo'lmaydi deydigan ig'ir bir vaziyatga g'am andishiga tushdi hozir Avrupani ichi. Men boshqa fikrim yo'q. Mana shu savolga qattiq diqqat qilsa, bu Vanisniki, Amerika muavin prezidenti Vanisning degan gapi Xitoy bilan Rossiya tahdid emas, Yevropaniki qimmat qarashning ojizlashi bir-biringlarga bo'lgan nima bu eng chong tahdid, eng xatarlik deb nima qilishi. Bundan nima uchun Amerika buni bu Myunxen yig'inida deydi, ammo o'zi dunyoda eng chong tahdid Xitoy deydi. Bu degan gaplar bir-biriga qarama-qarshidek qarshi chiqib turgandek qilamdi. Buni qanday qaraysizlar? Oy, Yevropa mashadazroq izoh beryapti. O Vanisniki bu bexatarlik yig'inida degan gapi Yevropaga qaratilgan narsa. Hozir Yevropa Rusning tahdidiga qilib qoldi. Rus urush tahdidiga oldi Yevropani. Xitoy butun iqtisodiy kontrolni qilib oldi Yevropani. Bu ikki tahdid Yevropaga yurilayotgan tahdid. Ammo o kishining aytgan gapi Rusya mı tehdit emas, Xitoy mı tehdit emas, asli tehdit sizlarning ichingizda ko'chmanlar, integratsiya masalasi, o ilki qimmat qarashinglar emas. Yevropada bütün şu her türlü medeniyetki mensup, her türlü milletki mensup, her türlü devletki mensup kaşkullar Avrupa'ya gelip Avrupa'nın içini xatarsiz alıp keltirdi. Şu yig'in buluştan bir gün burun München'da bir Afgan balaniki 24 yaşlı bir Afgan bala Maşalki multici bala. Maşinelerle namayiş kalkanlarının üstüne bastırıp verip nurgu adamlarını yarlandı diye 3 adamın ölüsüne getirip çıkardı. Del şu yig'in buluştum bir gün burun. Muşunu del keltirip Avrupa'nın istediği xatar meselesi bu Rusya'nın Xitoy'dan gelmeydi. İki meseleler oldu. Yani köçme meselesi geldi o da. Amerika'nın özünün köçmelerine katı kol siyaset yürüyecekten bir siyasetini Mayagi tatbiqlab, bizning örnek e'lonlar, bizni tanqid qilinglar emas, Amerikaning ko'chmanlarga qarshi turish siyosatiga qarshi sizlar maydonda bo'lmay, o'zinglarmi Amerikadan örnek ilishinglar kerak degan bir signal. Men ashta tushundim uni. Xo'sh. Rahmat va nima bo'ldi? Xo'sh. Men qo'shma fikri bormi? Abdurrahman'ın dediğindek düşündüm ben bu. Yani ilkindek bu düşündüm Abdurrahman dediğindek onun dinkin Avrupa'da bir neçe yılın ayağı Hollandiya'da muhadır nait 10. bir hükümet demede bilirse Fransa'dan güçlünüp keli dereceki badi Germanya'daki o partiye 20% eşip gitti bu ketim. Hem de bu yerde demek ki dünyanın en erkin devleti, demokratiyanın bayrakları diyen bir devletinin reisi, muavin reis gelip demek ki köşmellerini kabul kılmanla, köşmeller köpüyüp bula
sizlarninki qimmat qarashinglarga to'g'ri kelmaydigan boshqa turli qimmat qarashlarni yeyishi mumkin degandek bo'ldi. Yani ama Abdülgani siz degandek yani bu Xitay xatar emas degan ma'no kelmaydi yerda. Aslida mening tushunishimcha yani o mavzuga yani kiramiz. Aslida Yevropadan endi Amerikaga bir foyda kelmaydi bundan keyin men Yevropani muncha pul xarjlab qo'g'dashning o'rniga bundan keyin kuchimni Orus bilan yiqilinishib Xitoyga qarshi ishlataman yoki Xitoyga markazlashtiraman kuchimni. Harbiy, iqtisodiy va siyosiy tarafdan Xitoyga qarshi kurashni avj oldiraman demoqchi endi ular. Shuni qo'shimcha qilib qo'yay dedim. Xo'sh. To'g'rilikka boshqa fikrimiz ham qatag'an, bo'lmasa yangi savol qo'yamiz. Hemen ishga qiz gap qo'yay bu yerda. Abay Anvar kam shu Amerikadagi diplomatlar diplomatiya o'qimaydi degandek mazmun so'zildi. Amaliyotda undaq emas. Faqat shu mening tushunchimcha bu Amerikaninki bo'libmi Donald Trump chiqqandan keyin Amerikaning tashqi siyosatida o'zgarish bo'lyapti. Bu o'zgarishlarni endi ro'yobga chiqarish uchun amaliylashtirish uchun albatta diplomatlar o'tirib tushishi to'g'ri keldi. Bu diplomatlarning u yerda so'zlagan so'zlarima mushu Amerikaninki mushu navbatda ilib berayotgan siyosiy o'zgarishninki aks ettirishi deb qarayman-ku. JD Vance u yerga berib Trumpga Amerika hukumatiga vakolatdan u yerga berib so'zladi. U yerda uning so'zida albatta o'xshamagan odamlar o'xshamaydigan ko'z qarash tushundi. Bu yerda Yevropani qattiq tanqidlagan yeri rost. Yevropaning masalan erkin so'zlash, erkin so'zlashadigan shunday an'anasi yo'qoldi. Hozir bir qancha shu diktatorlik o'rnini o'ynalaydigan odamlar shular so'zlayotdi. Odat qarshi fikrdagilarni so'zlashni ko'zlayapti deydi. U bir nuqta. Yana birisi shu Abdurimjon degandek shu ko'chmanlar masalasi. Endi Amerikadanki ko'chmanlar masalasi bir cho'ng masala bo'lib qolganligini hammamiz bilamiz-ku. Endi Amerikada Trumpning deyishicha 20 necha million odam qonunsiz kirib oldi, mushlarning hammasini qo'g'lab chiqaramiz degan ko'z qarashda. Endi Yevropaninki ko'chmanlar masalasimi ma'lum jihatdan umumiy bir cho'ng masala bo'lib qoldi-ku. Masalan, Germaniyani oldigan bo'lsak, o'tganda mening bir ko'rgan xabarim bo'yicha aytgan chaqda 20% tak shu nimalar hatto uningdan ko'plari shu asosan chet eldan kelganlar bo'lib ketdi. Albatta men uningga qarshi emas. Men o'zimmi ko'chman bo'lib kelgan-ku, Amerikaga o'rnchi ko'chman bo'lib kelgan. Lekin endi o'zlarining davlat manfaat jihatlarini aytgan chaqda Germanliklar olamdı, Angliyaliklar olamdı, Fransuzlar olamdı. Mushundaq chet elliklarning ko'payishiga mushundaq bir qarishlikni bildiryapti, xalqiy qarishlikni bildiryapti. Shuning uchun ba'zi bir o'zgarishlar men xato bo'lishi mumkin, chunki sizlar Yevropada yashaysizlar. Yevropadami mush bir qancha yilning ichida mushundaq o'zgarishlar bo'lyapti. Masalan, men o'tganda Abdurimjon bilan bir so'zlashib qoldim. O'sha yerda buni Amerikada so'lchil, o'ngchil deydi-ku hamda. O'ngchillar deganimiz bu konservativ deymiz. Yani konservativ deb oldim Uyg'urchada. Ham konservativ degan burun azaldagi an'anani saqlab qolish degan gap. Yana birisi progressive degan o'sha hamma narsani yengilliqtab, hamma narsani almashtirish degan nimada bu ikki kuch hozir dunyo xarakterdagi bir cho'ng bir jang bo'lib qoldi-da. Shularni aks ettiryapti deb o'ylayman. Men shunchalik qistirib qo'yay. Endi bu gapimni o'tkazmasin. Rahmat. Undan qolsa ikkinchi savolga o'taylik vaqt itibariyle. İkinci savol 2025-yil esa 2-28-kuni Amerikadagi Oqsaroyda Amerika prezidenti Donald Trump bilan Ukraina prezidenti Zelenskiy o'rtasida yuz bergan talash tortish dunyo miqyosida g'ulg'ul qo'zg'aldi. Zelenskiy Ukraina yolg'iz emas deb Yevropadan madad kutgan gapni qildi. Trump sen 3-dunyo urushini qo'zg'ashga do'tikyapsan deb g'azablandi. Ba'zilar Trumpni qo'llasa, ba'zilar Zelenskiyni qo'llab uning hissashlik qildi. Sizlarcha Zelenskiy bu yerda Yevropaga bek ishinib strategik xatolik o'tkazdim qanda?
Xo'sh, to'g'rilikka avval sizdan boshlayman bunga. Amerikada siz bo'lgandan keyin ancha qiyosiz bu to'g'risida. Endi men bu to'g'riliqmi jixnaslar. Bu edi holda iloji bo'lsa savolni chetga ketib qolmayli. Meningki ko'z qarashim buni aytaylik. Endi Zelenskiy bir hisobda bu Amerikaga kelib, Amerikadan pul talab qilgili kelgan. Endi keyin Amerikaningki shu Ukraina urushini qo'llash uchun bu yerda yolvorib kelganda andaq bo'ldi ekan. Endi odatdagi hukm bo'yicha aytgan chaqda birisi men masalaniga birisini uyiga berib qaz so'rg'ilib boradigan bo'lsam, u odam nima deydigan bo'lsa jim o'tirib shuninkini rostlab manaman. Bu yerda Zelenskiyning eng chong xatoligi Zelenskiy diplomasiyaning nima ekanligini bilmaydi ekan. U faqat qanday rolni o'ynayotdi deganda, boshqalarningki kushkurtib degan gap so'zlarni Amerikaga akeldi deb qarayman-ku. Men boshdan oxirini anglab chiqdim. 2-3 qatim anglab chiqdim-ku. Shu jarayonda bo'lgan jidal majroninki qanday paydo bo'lganligini men dastlabda bayqadim. Agar bu to'g'riliq agar vaqt 1 minut vaqt bersangiz men qisqacha deb o'tay. Xo'sh. U dastlabda Trump o'tadi bu yerda Marco Rubio va andin JD Vance va yana boshqalar bor. Muxbirlarim o'choq hatto. Bu yerda bu Trump hukumatichi bu hozirgi navbatda qilayotgan, yurgizayotgan siyosatda butun tarixda bo'pmag'an bir sifatda ilib beryapti. Masalan, hamma qo'l qo'ydigan buyruqlarni qilgan chaqda shu muxbirlar o'choq. Anvarkan muxbir sohasida chiqish degan bunday ahvollar odatda yuz bermaydi. Har qanday xalqarodagi, har qanday davlatda oldi bilan o'zlarininki ishchidagi masalalarni bir taraf qilib qo'yib, majrolarni qandiki, endi xalq odamga bular hech qanday nutmasdan o'choq ichib bilyapti-da. Butun muxbirlar keldi, butun dunyoga u xabar degan o'choq. Bo'lgan chaqda bu yerda dastlabda Trump to'g'ri ish qildi. Shu yerda Zelenskiy başlığı şu doğruluk özünün nima uchun nima Ukrainaningki mudofaasini kapolat qilmagan taqdirda men uni qo'l qo'yma degan bir o'ydi-ku. Bu o'yni Amerika kelishdan burun bu degan, hatto yozgan. Lekin keyin mening bilishimcha Ukraina hukumati o'zlari ishiga parda orqasida maslahatlashib bo'ldi. Trump nima desa deb sen berib shuni qo'l qo'yib qolgan ishlarni keyin qilishimiz deb hatto hujjatlarni o'zgartdi. Masalan, dastlabda 500 milliard dollarning gapi chiqqan-ku. U 500 milliard dollarning gapini evatdi, hatto nurg'un moddalarni evitib Amerika hukumatimi xeyli buningga e'tibor berib, amal var qo'lni qo'ydiramiz dedi. Trump shunda xo'shal vaqtida. Bu Trumpning o'yida u yerda qo'l qo'yish degan muqarrar 100 bo'ldigan ish deb o'ylaganda, bag'andik gapni u Zelenskiy alaqandak voy deb andiki u gapni qildi, ya'ni Amerikani tanqidlashga boshladi. Andiki Putinni hatto tillashga boshladi. Tillash boshlagandan keyin Putinni hatto nimishkislar Putinni eski demaysizlar degandek mazmunlar gaplarni qilgandan keyin Trump andiki u yerda nihoyat chiroyli to'mishdi. Bir yil gapimiz bilyaptim tutturum. Amerika nimda tanqidlaydi? Asosiy mazmun nima tanqid egibininki? Tanqidlagan endi mazmunni endi naq so'zni bu yerda so'zlab yurmayman. Yozgan narsalarni bor, o'qisanglar bo'ldi. Naq so'zni uning asosan tanqidlagan tarafi nima deganda Amerika Ukrainaga yetarli yordam bermadi. Bu degandek Trump qayta degildi-da, u vaqtlarda men yo'qdim. Biden prezidenti, boshqa prezident deganda bu andikin bu Zelenskiy nayta xalqning ditiga yetadigan bir gapni qildi-da. Nima dedi deganda u sening prezident hisoblanadi. Sen nima uchun Bidenning gapini olmaysan, shu sening prezidenting tusa dedi-da. Bu albatta Trumpning Bidenni shu haqoratlab kelyapti-ku, shu saylam jarayonida hozirgacha kunda Bidenning yomon gapini qildi. Andaq odamning oldida shu uningki nima deymiz Uyg'urchada, shu tozaliqi nimasiga jiniga tegadigan bir gapni nima qildi-da. Shundaqmi Trump jim o'tadi. Shundaqmi Trump ortiq nima qilmay xeli o'tadi. Trumpning mijoz xulqi o'zgarib ketdi. Shu o'tganda 4 yilga hozircha xeli o'zgarib ketdi. Xo'sh, ashad turib jim o'tgandan keyin aya kelganda JD Vance men endi uni sal kichiklik qildi deyman.
o't qiziqlik qilyapmanda. U yerda qo'pib sen nima deb bizning oldimizga nima deb bizni tanqidlaydigan bo'lib kelsa, nima uchun sen o'zingning holingga boqmasdan bizni undoq qilmadi, mandaq qilmadi deysizlar, sening haqqing yo'q degandan keyin, yana bu davomlashgandan keyin gapdan gap chiqib, odatdagi jidalga o'xshashku, u birini desa, bu hech kim gapini o'tkazsa, Trumpni aralashtirdi, shuni bilan Trump, J.D. Vance üçünün cidil bo'lib ketdi-da. Bu yerda hamda mencha Zelenskiy bu mening ko'z qarashim emas. Dunyodagi nurg'un mutaxassislar shunday qaraydi. Diplomatiya jihatda Zelenskiyni bo'sh deydi. Ammo Zelenskiyning unda bo'lishi nima normal. Chunki siyosatda o'qib, siyosatda nima qilgan emas. Xuddi bir kechada ko'tarib chiqqandek u aslida bir nima to'g'ri? Aslida bir komedian, ham xalqlarni kuldirib, o'yintirib nurg'un komedianti. Undaq chiqib bu so'zlab kelsa gap uzun ashadin bo'lgan ishchi bu. Shuningdan andin oqidan atisidan boshlablar bu tinchlik kelishim shundan bilan buzildi, buning qo'l qo'ymaydigan bo'ldi, bu ish bitdi degandek gaplar chiqib ketdi. Amaliyot undaq bo'lmadi. Trump qaytib beriblar, agar u menga qo'pollik qildi, menga hurmatsizlik qildi, shundaqdimi agar shu bu kelishimga tuzilib bo'lgan qarindoshlar. Har qanday biz bilamiz, shundaqmi biz bu siyosiy ishlarga biz huquq tutmoqdan odamlar bo'lmagan bilanmi biz qanday bo'lganligini biz obdan bilamiz. U kelishim tuzilib bo'lgan narsani aslida akun degan berib qo'l qo'ydigan ish. Xuddi men mortgage hisoblayman. Germaniyada mortgage vaqtida emas, sizlar Yevropada mortgage bo'ldi. Shundaqmi? Biz qarz olamiz, mortgage'ni nima qilamiz? Mortgage degan uy sotadigan adam bilan uy oldigan adam ikkisi oldin ola bir mayda realtor deymiz, boshqa odamlar orqali uning kelishimlarini qancha kelishdilar, qancha sotmoqchi, qancha hammasini deyish bo'lgan. Qo'l qo'ydigan kun faqat uy olg'uchi bilan sotquchi berib qo'l qo'ydigan ish bo'ldi, boshqa ish yo'q. Asl Zelenskiyning kelgan maqsadi shuning qo'l qo'yilishi dedi. U yerda ortiqcha shartlarni qo'yish orqali bu buzilib ketdi degan. Hamisha to'xtalib yana bir savol bormi yana? Xo'sh. Mana qo'shimcha o'qishmagan o'qtim fikri bayon qilganlar bormi? Xo'sh, ekan xo'sh. Bu hozirgacha qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar degandek talash tortish qildigan masalalarni ya boshdan bir taraf qilib kelishimga tayyor bo'lib baratdi, kelatdi. Agar undaq masalalar bo'lsa, buni muxbirlarning oldida emas, o'zaro so'zlashib, kameraning oldida emas, kameraning keynida. Keyin undan keyin yo kelishdik, yo kelishamedik deb muxbirlarning oldiga chiqatdi. Endi bu qitim Trump buni boshdan ochiq-oshkora sahnaga qo'ydi endi. Bu orqali birinchisi Yevropaliklar tarafidan biraz nima deymiz, biraz ko'tarib uni yuqoriroq saviyaga chiqarib qo'ygan Zelenskiy gibi ders vermekçi bo'ldi. Ikkinchidan Yevropaliklarga dunyoga nimani ko'rsatdi endi. O'zininki maqsadini, niyatini, nima qilmoqchi bo'lganini ochiq ko'rsatib, demak, birinchi Putinni xush qildi. Yevropaliklarga bundan keyin nimaning xarajatini o'zinglar ko'tarsizlar, qanday qilsanglar qilinglar dedi ochiqcha. Undan keyin NATO'ga a'zo davlatlar, Yevropaning hammasi a'zomi hozir qancha bilmayman, ish qilib ularga 27 nimalarni yuqori ko'tarishinglar kerak. Mudofaaga, davlat mudofaasiga beradigan, ajirtadigan xarajatinglarni ko'tarishinglar kerak deb, demak, bir
hamle deyimiz bir şu bir bundaq deb qo'yay şu bir sahne o'yinini o'tirib qo'yib Yevropaliklarni o'yg'atdi. Hozirgacha bermagan pulni mana hozir esinglarda bo'lsa oldimizgi 10 yilda 800 milliard. Ya onunla kirimiz biz o temaga hozir aytdimi? Bir minut. Ashunga tegishlik. Demek ki şu Trump'ның şu hareketi 3 günün içinde Yevropaliklarni şu narsani qilamiz mana shunga zo'rladi. Demek ki bu endi bunda o'ylaganda Amerika nuqtai nazaridan cho'ng bir utuqmi emasmi ish qilib shu sahna bilan 5 minutlik sahnadagi gapni nimani dunyoga ko'rsatish orqali Ukrainaga, Rusga ve bütün Avrupa'ya şu signalini verdi demekçiyim. Bu gibi. Hoş. Benim azıcık şunun fikrim var. Endi bu Zelenskiy aslında şu to'xtamga imzo qo'yg'ili bag'alg'i rost. Onundan bir hafta burun Rusiyaning vakillari bilan Amerikaning vakillari Riyodda suhbatlashdi. Urush to'xtatish to'g'risida qandaq talablar bor, Rossiya tarafining talabi qandaq, sizlar nima talab qilisizlar deb u yerda kutishdi. Ondan keyin Zelenskiy berishdan 2-3 kun burun Ukrainaning vakillari Amerikaga berib, Amerika bu Donald Trump hukumati bilan ular kutishdi, muzokara qilishdi. Ukrainaning talabi bu yerdan Mayakaga kechadi. Demak, Donald Trump Rusiyanınki qo'ygan talablarini, Ukrainaning qo'ygan talablarini oldin bilib oldi. Zelenskiy berishdan burun har ikki tarafning shartlarini, talablarini nimadan voz kechadi, nimadan voz kechmaydi, buni hammani bilib bo'lgandan keyin Donald Trump o'zi ochiq oshkora bayonot e'lon qilib, juma kunisi Zelenskiy keldi, to'xtamga chiroyli imzo qo'ydi, biz tutib bo'ldik deb kamera oldida shunday yaxshi bir xo'shal bir kayfiyatda Donald Trump'ning o'zi bu dunyoga e'lon qilyapti. Andan keyin bizmi qo'shib turdik. Men shaxsan qo'shib oldim. O'sha urush to'xtab ketsa, energiya bak eshib ketdi. Hozir bizniki ishlatayotgan to'q, gaz, burunqi urush bo'lishdan burunqi nimasidan hozir 3 yasi eshib ketdi. Men bu shu 2,5 yil ichida 37,000 euro ortiq gaz puli to'ldim men ishlatqayaga. Bunun şahsi yüzemgimcik menfaat var iş uruş toxtasa. Şunda xoşup turgan həcəb yaxşı oldu. Antikin bu Zelenskiy bağan çağın özdə ayam amir nima Amerikan mı bunu uçuq dedi. Onda toxtam işqanda çağda uçuq kamera aldı bo'lmaydi. Talaş tartışlar, münazirlər. Əməliyyatı bu küçük bo'lgan narsa. Ukrayna rəhbərləri, vəkilləri berib Amerika hökuməti bilan küçük bo'lgan narsa faqat Zelenskiy imzo qo'ygan narsa. Bu yerde bu imzanı Donald Trump xalamaydı. İmza qo'yilmasligi kerak. Bu bir qatim buzilib ketib, qaytadan o'tirib chiqish lozim. Rossiyaning talablari, Ukrainaning shart talablari qayta yana bir qatim bu bir sug'chilishib chiqib, ondan keyin haqqas ikki taraf o'ziniki o'shini tepib, qaytadan bir talab shartini o'tirib qo'yish kerak deydigan bir narsa Donald Trumpning qo'shib qo'ygan narsaga planiga. Zelenskiy'nin naqmaylarını açıqıp, kameranı aldığı açıqıp, xalq aleminin aldıda onu dağa tarafından sen hiç çapan keymedin de jürüp aşağıda her taraftan çıktılar işleri balını. Aksaray'a gidip çapan keymeye geldik mi edep, o şundak mı edepsizlerce muhbirlığı taşlap verip, onu qattiq bir edepledi. Zelenskiy mi qaytı kilip ben Amerika'ya yine qayta bu toxtamga ben tayya Donald Trump'ın şartıyla künüme bu toxtamni amalga oshirmasak bo'lmaydi deb bayonot qildi. Donald Trump mı qayta o'zini o'shiga kelib, o'zini o'ngshab kelsa, biz imzo qo'yishga tayyor dedi, ama yana bu qatim hamda Saudiyada uchrashdik bular. Uchrashib, ulug' Makka Mukarramada bu to'xtamni muzokara qildiga o'xshaydi. Ishqi qandali bo'lmasin, o naq maydonda hamda butun dunyoga ko'rsatgan u yerdagi voqeaning o'zi noyatli bir diplomatiyaga sig'magan bir narsa. Diplomatiya emas, ikki davlat o'rtasida bo'lgan to'xtam programma emas, faqat bir talash tortishni dunyoga ko'rsatdi. Ama bunun arka tarafida qandaq bir narsa yoshirilgan, bunun o'zini asosli biladiganlar Putin, Donald Trump, Zelenskiy. Bu 3 shaxs
bu günkü maceranın aksığı yuşurgan narsani bular çokum biladi. Endi meniki deydiganim shunchalik. Hozir mana shu qolsam yana bir nima borda, mush nuqtadan o'zimizga qarab boqalida hamda masofat. Oyada Donald Trump bilan men mavzuga o'zgarib. Ya yengillik bo'lib qolsa, qat'iy gapni yana to'liq o'xshash gap bo'lib qolsa, mening bilan munosabat uchun men javobimni bilan hozir bu yer bir xato tushuncha bo'lyapti-ku. Hozir bu davatgan gap Abdurimjonmi dedi, Anvarjonmi dedi, buni xuddi Trump yer yasab chiqqan bir o'yin dunyoning oldida Zelenskiyni mazlashtirish, uni tushirish degan. Undaq emas. Men abay dedim, buni hatto yozdim. Yana sizlarchi qaranglar, sizlar balkim ko'rgan qo'ytinglar. Bu ko'rilmalar ashini boshdan oxir ko'rib chiqib yiqinglar. Bu Trump u yerda uni butun xalq olamiga oshkor qilganning sababi nihoyatda xushallikda. O Trump'ning unda xushal bo'lganligini men ko'p bayqamaganchu, nihoyatda xushallikda bu qo'l qo'yish narsasini hech qanday shubhasiz qo'l qo'yildi deb o'ylagan. Chunki abay men shu misolni deb o'tdim-ku. Uy elish aldigan, uy sotadigan ikki odam kelish bo'lib, imzo qo'yilgan vaqtga kelgan chaqda agar birasi shaqqiti o'ziniki nimasini o'zgartib bo'ldi ham, meningga manchilik ortiq narsa bersang, bu ortiq pul bersang bo'ldi, buni sotmayman deb turgan gap bo'lib qoldi. Shu yerda. Ashta shuning uchun bu xalqaro oshkorlanishning sababi Trump va Trump hukumati bu ishni dandil deydi-ku, bo'lgan kelishim, buning faqat qo'l qo'yish ketdi deb shuning xalq odam qilgan. U yerda hargiz qarindoshlar hargiz xato tushunib qolmanglar. U yerda Trump bu yerda bu o'yinni o'ynab Zelenskiyni mazlashtirishdagi maqsad bilan emas. Faqat u yerda diplomatiya siyosatini aytgan chaqda balkim ba'zilar buni xato deyishi mumkin, ba'zilar buni bu lekin Trump'chi o'zi azaldan xalqning xiyoliga kelmaydigan bir ishni qildigan. Men bo'lsam tutmagan ishni, imzo qo'ymagan ishni har qanday hamma damda xalq olamiga nima qilmayman. Balkim Anvar kam shunday qilmaydi, lekin odam shunday ishni qildi. Qilishdagi sabab u imzolanganga ishonchlik oldi bo'lgan. Xo'sh. Suhbat jarayonida hamda ko'ngilsizlik chiqqan vaqtida Donald Trump dedigan Zelenskiyning qulan o'ynagan bir qartvarmi demakda, nima bormi deb orqali anadan yomon qistavotdi. Ya'ni bu nima tushundirdi? Undan keyin biz Uyg'urlar emasligida qo'limizda masalan shunday kunlarning bir kuni shunday bir davlat rahbarlari bir ustalga kelib qolsak, biz Uyg'urning o'ynagan qanday bir kart bo'lish kerakda, karta. Zelenskiy talab qo'yganda Donald Trump sizlarning kart varmi deyapti-da. Unda qolib qolsa, bu nima tushundirdi? Uyg'urlar kunlarning bir kuni dunyo rahbarlari shunday bir siyosiy sahnada maxfiy bir kelishim qilib qolsa, bizdan qanday bir kart bo'lish kerak. Bu vaqtda bir tushunchani deb boqqan bo'lsang xo'sh. Ya to'g'rilikka sizdan boshlaymiz. Kimdan? Sizdan boshlaymiz. Buni balkim jiqadamlar bu gapni qilsam jiqadamlarning quliqqa yoqmaydi, lekin men daviray bu gapni. Mencha bizning qo'limizda qolgan birdan bir qart bizning Sharqi Turkistonning zimindagi yer osti boyliqlar. Shular qoldi. Agar biz shuni bir obdan kart qilib shiltalaydigan bo'lsak, bizning ishimiz ilgari surdi. Nima uchun? Hozir Xitoymi bizning yer ostidagi boyliqimizni deb o boshqa maqsadlarim bor, bizni shundoq ching tutib kelyapti. Lekin g'arb dunyosi uni tunib yetmadi. Bizning satalaydigan nimamiz bor deganda, masalan, Zelenskiyning qanday qarshi bo'ldi degan chaqda Zelenskiy Rossiyaning egallab olgan yerlarida berib etmaslik uchun turyapti. Shundaymi? Endi hozir qanday bo'ldi deganda yer ostidagi kam uchraydigan minerallar deymiz. Minerallarning qazish huquqini Amerikaga berib etishni buni kart qilib ishlatadi. Bu kart yo'q emas, bor. Shuning kelganda ortiqcha shart qo'yyapti. Sharq Turkiston masalasiga kelgan chaqda bizning nimamiz bor? Bizning harbiy kuchimiz yo'q. Xalqimizning ahvoli avo. Butun dunyoga 5-6 yildak bo'ldi, irqiy qirg'inchilik qildi deb yalviryaptiq. Kishilik huquq da'vosi deb qilyapmiz. 60 yildan beri nima ahamiyat bo'ldi? Hech qanday ahamiyat bo'lgan yeri yo'q buningdan. Biz faqat nimani qila olamiz deganda, bizning yer ostida boyligimiz bor.
şunu aldıgan bolsang, bika alsangmı? Al. Deydigan kartımız mı? Xo'sh, endi ikkalanglarniki buning bir karta bir boshqa fikringlar bormi? Benim fikrim var. Xo'sh. Endi Zelenskiyninki kartı yarasındaki baylıklar emas. Eğer Zelenskiy hazır Ukrayna Rusya urushida mag'lub bo'lsa butunlay bütün Avrupa devletleri Rusya'nın tehdidi astida kaldı. Bu bir kart. Zelenskiyning qo'lidagi 27 kart desak bo'ldi. Avrupadagi 27 davlatning o'zini Rusya tehdidi astida qoldi. Bu asosli Ukrayna baza bo'lib, mudofaa turayotgan bir baza. Agar bu baza yıkılsa Rusya'nın işi butunlay echilib ketdi Avrupa kartda. Bir-birlab uşaq devletler var. Ukrayna'nın Romanya, Polsha deganda kichik devletler var, az devletler. Bular bir-birlab Rusiyaga yani taslim bo'lmasmi ittifoqdosh bir nimaga o'tdi. O'tgandan keyin buni Yevropaning hech qanday davlatlari qo'llamaydi. Yevropaning ichidagi natsistlar, solchilar, o'ngchilar qo'llashmi, ammo Yevropadagi hokimiyat peshib turayotgan partiyalar Yevropa davlatlari asosiyatdan Rusiyaning ta'siri ostiga tushib ketishga, Yevropaning bir davlatning Rusiyaning ta'siri ostiga kirib qolishini xohlamaydi. Hozir Georgiyada ichki namoyishlar bo'lyapti. Georgiya xalqininki yarmi rusparast, yarmi Yevropaparast bo'lib, ikki taraf bo'lib majralashayotgan bir vaziyatda bu Georgiyaninki Rusiya tarafga o'tib ketishining oldini olish uchun Yevropa davlatlari nojiq tadbir qo'llanayotdi. Mushu vaziyatda ya'ni Zelenskiyning qo'lidagi kart faqat yer ostidagi Amerika ihtiyoji bo'lgan madanlar emas, Yevropadagi 27 davlat Zelenskiyning qo'lidagi kart. Endi bizga kelaylik. Hozir to'g'liqdan dedi, yer osti boylik, Xitoymi shu boylikni deb bizni yo'qotadi. Bu boylikni satsak bu bir kart degan mazmunda so'zildi. Menimcha o Sharq Turkistondagi boylik bizning qo'limizda emas. Biz uni qo'limizga kart deb ishlatamaymiz. O kart Xitoyning qo'lida. Bütün Sharq Turkiston jug'rafiyasi xalq bilan qo'shilib Xitoyning mustamlika ostida Xitoyning qo'lidagi bir kart bo'lgan o'xshashlar biz o kartga vakillik qilmaymiz. Yana birisi agar Xitoy Sharqiy Turkistonda besib o'tib ketib qolsa, O'rta Osiyoni bosadi, Hindistonni bosadi deydigan bunday kartimiz mi yo'q? Chunki Xitoy 49-yildan boshlab bu kartni qo'lga o'tkazib bo'lgan. Hech qanday bir davlatga biz qo'limizda bunday kart bor deb biz o'tirib chiqaramaymiz. Buni dunyo ham bildi, g'arb dunyosi ham bildi. Vatanimizni bizga ozod qilib, boylikni sana beraylik desak, Trump nima deydi? Ashta ishtirokchilar chog'da o vatni sening qo'lingda bo'lmasa, uni seni ozod qilib qo'yib, olmasam Xitoy bilan gaplashib, olsam bo'laverdi-ku deb bizni qo'g'lab chiqarib o'tish mumkin Oqsaroydan. Kostyum kiyib keldi, men boshqadan chapon kiyib keldi. Shunlashqa meniki o'tirib qo'ydig'im bizning qo'limizda hozir o Donald Trump ko'rsatgan bitta kartning partisi yo'q. Fikringiz var nerede bununla? Benim bir kısa fikrim var. Bir minut emse, kısa. Elbette degandek bizim kolumuzda hazır her cihetten bir kart yok. Ama nemi mi yok dahi? Mesela şu dünyadaki siyasi ahvalni, siyasi şaraitni tahlil qilib, kim bilen qandaq gap qilishni biladigan yeterlik sonda adamlarımız, rahberlerimiz mi kam dahi? Evet, mana. Mesela deylik ki Nuri Türkel inimiz yetişken bir azametti. Onun şu kongresdeki eşeğe reis buluşumu bizge deylik ki ya Amerika'nın ya Allah'ın bergen bir takdim kılan bir hediyesi. Yani o kişi üyeye layık emesti demek şey emesmen. Elbette. Ama demek ki Uygur'a işte bir fırsat tuğulgan. Onun için mesela kızımız Elfidarma mesela prezidentlik sarayındaki xavfsizlik kengaşıga hizmet elindi. Demek yani o kişi üyege layık emesi demek emesmen. Elbette layıktı ama moşundak bir fırsatla bizge geldi. Hem de şuladın
yaxshi foydalandık mı, faydalanmadık mı? Bu savol etrafında belki biraz mülahiza kılışımız, analiz kılışımız mümkün. Demek yani demek kaysam, demek bizning tehi dünyanın siyasi şaraitiga bizlerge bo'ladigan qulay imkonlarga javob bera oladigan ve demek ki özümüzün menfaatiga ko'ra harakat qila oladigan dünyanın xalqaro qonunlarini yaxshi bildigan, tushundigan rahbarlarimiz tehi yetishib chiqmadi. Hoş. Çıkan boşluğunaydı az sanda. Biz bunun dinkin biz ma kartını işiltimiz, o kartını işiltimizden aval aşındak rahberlerimizi yetiştirişke ehemmiyet verişimiz gerek. Mesela ma yakında ben fakatla ayada Facebook'ta yazılganda okudum. Kayada bir yerde kançı tane Uygur okuyucusunu Malezya'da olsa gerek. Ya Singapur ya Malezya. Okutuş için burs stipendiya ilinganlıkını okudum. Demek o devletler Uygur'unu yaxşı kögeldiği için emas, belki ulamı özlerinin menfaati için işte bir yolda işbedi. Demek herhalde rahberlerimiz muştaq yolladı menip aldığımızdaki ötken 10 yıl, ötken 20 yıl ötüp gitti mesela. Eylik ki yani Garbi dünyada resmi hareketki başlığımızga 20 yıl boğan bolsa 25 yıl demek ki bizdenki hazırgıça yüzler kan bolsa 100 ziyalı okutup yetiştiriş bunun içinde 100'ün içinde 90'ı iş kıyarmısı mı? Yani iş kıyarmısı mı diyelim özün hayatıga bulup geçsi mi? 10 tanesi milli dava hizmet kılıdığan toluk yetişken kadrlar bulup çıkalattı. Bunun dekin inşallah bundak neslerge texmi köp ehemmiyet versek yani özümüzni bizge tuğulduğan kereşekti bizge tuğulduğan kolay şaraitle ne mi kılımız, kandak hareket kılımız, kim bilir sözleşimiz, kaysi imkanlarını izleyimiz, muşlarını bilerleydiğen azimetler gerek bizge. Bu dipim tügdi. İkinci bir mesele bence mühim. Demek siyasette o ismi insan hukuku demdok, başka neresi demdok. O siyasette dost düşman yok. Siyasette menfaat var. Şu menfaat için kılıdı herkim. Ötmüşte Sovet İttifakı var idi. Benim anlaşımca 60. yıllarda Khrushchev Kazakistan'ın içinde Uygur Avtonom Oblastını kurmakçı boğan, bunun planları kılıngan ama o arada onu aldırıp etken. Onunla Brejnev kelgen. 40. yıllarda boğan nemelerini sizler ondan birisizler. Şu vaxtda Sovet İttifakı özünün menfaatiga to'g'ri kelganligi uchun bizni qovdi başta, keyin yana bir cho'ngroq menfaatida bizni setib etdi. Bizga qo'shni bir davlat hozir Rossiya. Demek bizningki belki başka dostlarını tepişqa, başka yollarını tepişqa tirishimiz gerek. Özümüzün yenideki devletlerden bizge fiilen yardım qila oladigan, coğrafi taraftan yakın bo'lgan devletler var mesela. İsimlerini qayta tekrarlab yurishimga hojat yo'q. Şu imkanlarını izleydiğen, şu kademlerini taşlayalaydiğen rahberler yetişip çıkış gerek. Yetişip çıkışına biz imkan hazırlaşımız gerek. Bana pulla bir monç haşını bitipti. Şu pulla bunu deyken eğer halk için, millet için elindiğen pul boğunluğu göre moşundak ziyallarını halk için hizmet kıldığın yaşlarını yetiştirişke köpürak vakit acırtış, köpürak pul acırtış, şu kademlerini taşlaş gerek deymen. İnşallah Ali rahberlerimiz şularını kılvatkandı. Hoş. Ondan sonra hazır kıma ki kırtım sohbetin demesi yani siyasi sahinde oynayıp çıkan kart hakkında oldu. Mesela doğrulukkamda da bizim Şarkı Turan Kızılın baylıkla onu bir karşıya koluna alayımız dedi. Abdurrahman Efendimiz de bu bombaydı. Xitay'ın kolu bizden kolumuz emez de.
endi biz burunqi degan suhbatimizmi dunyoda keskinleşen güçler rekabeti ve Uygurlar bo'lgandan keyin asosligi dunyoning siyosiy vaziyatini Uygurlarga qarab ketyapmiz-da, az suhbatning temisi. Yani bu tarihi bir qarasa, tarixda Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yaponiya ham shunday kuchli shu mezgillarda Muhammad ibn Buxoro Hazratim bilan Mahmud Muhit Yaponiyaga borgan vaqtida, masalan Afg'oniston mezgildimi Rus nima Yaponiyaniki konsullar bilan elchilar aloqa qilish orqali Yaponiyaniki qo'llashni qo'lga keltirish uchun Yaponiyaga bir imqon vaqtida bular ashta talabni qo'yapti ekanda bizni qurol askar jihatdan qo'llasanglar Sharq Turkiyaning mustaqilligi uchun yordam bersanglar bizga biz Sharq Turkiyaning qizil bayliqlarini sizga beramiz, tashqi siyosatda sizga bo'ysunamiz, diplomat jihatda sizga bo'ysunamiz deb nurg'ulgan shartlarni qo'yapti ekan. Demek Muhammad ibn Buxoro Hazratim bilan Mahmud Muhitniki qo'llangan kartasimi Sharq Turkistondagi qizil bayliqlar. Aşan mançılığı sizler, haksız işin sizler, o birinin bütün nersini öptüken. Bu alıqya Nur Muqaddas xonimniki yazgan bir kitabı var, tercüme qilgan. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yaponiyaning Sharq Turkiya siyosiy kitap, nayt aniq yozilgan kitap. Bu yüzleşmeli kitap, lekin nayt yaxshi yozilgan kitapda bu. Hatta Muhammad ibn Buxoro Hazratim Yaponiyaga nima degan vaqtda biz deydi. Sharq Turkistonning jug'rafiyalik intayi muhim. Biz kommunizmniki o'ttirishga tabiiy to'saq debdi anasinikini. Mush jug'rafiyalik o'rnimizdan foydalanib Xitoy kompartiyasi Marimislik o'ttirib nima kommunizm tarqalib ketishini oldin bir tabiiy to'saq qila olasizlar degan o'sha shartdan o'ttirib qo'yapti ekan, o'sha ko'zirib ishilib ekan shu mezgillarda. Ana o mezgilda Yaponiya Ikkinchi dunyo urushida oxirgi kun kelganda ko'ramiz mag'lub bo'lib ketgandan keyin bu plan amalga oshmoqda ekan. Demakchi bugungi kunda Xitoy Sharq Turkistonni dunyoga sakrab chiqishni bir taxtchiqlik qizil bayliq demasak hammamiz bilamiz. Shuning uchun biz yana mushkullarda Sharq Turkistonning qizil bayliqlarini Muhammad ibn Buxoro Hazratim buni 70 yil 80 yil burun degan o'xshi bizim shu naskarni ko'tarib chiqish orqali buni o'tni kun tartib eklashni bir yo'li bormi deb o'tganda men shu Muhammad ibn Buxoro Hazratimning ilhom olib Sharq Turkistonni qizil bayliqlarni Amerikaga satayli, biz Amerikaning 51 stat bo'lishni xohlaymiz deb shu mezgildagi dunyoning siyosiy vaziyatiga qarata bu nas yezmam e'lon qilganda Uyg'urlar g'ulg'ula bo'ldi. Ba'zilar yaxshilabdi deganlar bo'ldi, ba'zilar voy Xitoyning qo'li to's, bizning qo'limiz emas to'sa, u bu degandek bo'ldi. Buning hammani biroq tarix surishtirgan vaqtda bu Sharq Turkistondagi qizil bayliqlar bir kart qilib qo'llash, shunday Sharqning jug'rafiyalik o'rnini qo'llash bizning bir kartimiz bo'la oladi degan men bu ideyani ilgari surmoqchi. Hatto ba'zilar buni bizning cho'ng-cho'ng tashkilotlarga ismlatmayman bularda. Shularga yetkazibdi. Mana bir narsani o'ttirib yozyapti, maqola, men bilgan maqolaga mush orqali bir munosabat kelami ko'rishib baqsanglar bo'lmamdi desa, bizning tashkilotlarnikini ismlatmay, lekin kelib yozma bu narsanikini. Bular degan narsa nima desa, biz avval Sharq Turkistonni Xitoydan eplab olib Amerikaga sotamiz degan gap borda menda. Mana shu so'z anglayotganlar bor bu taq maydonda. Bu Sharq Turkistonni biz Xitoydan ozod qilsak, Amerikaga sotamdik biz. Amalsizlikdan sotamiz deyatimizda biz. Xitoydan olamagandan keyin 1% yerimizni endi Abdurahim gapingizni men bilyaptim. Gapingizni men bilyaptay. Meseleler sizinki ayrım temingiz. Ama hozirgi suhbatga kelsak endi 35 yildagi 37 yildagi vaziyatni hozirgi vaziyatga selishtirib, uni biz kart qilib qo'llamaymiz. 37 35 yilda Mahmud Buxoro Mahmud Muhit Yaponiya bilan gaplashgan bo'lsa, kart qilib qo'llangan bo'lsa, o chaqda Xitoyning ichida kommunizm urushi bor. Ondan keyin Yaponiya bilan Xitoyning orasida urush bor. Yaponiya Manchuriyani ishg'ol qilgan, ilgirlab kelayotgan, Xitoyga hadab besib kelayotgan bir payt. Chaqdagi tarixiy o'tmish hozir hech qanday bir yerda uning bir nibisimi yo'q. 1%lik ihtimalimi yo'qcha. 37 yildagi bir diplomatiyalik munosabatni ichida qo'llangan kartning o'zini biz 2025 yil tasavvur qilib, uni biz kart qo'llamaymiz. Bu masalani aniq bilinish kerak. Tarixda bo'lib o'tgan ishlar bilan bundan keyin kelgan ishlarning bir parallel o'xshashligi bo'lsa, o chaqda o tarixdagi andizni elib akilib biz qo'llanaymiz. Agar tarixda bo'lib o'tgan voqea, vaziyat, jug'rofiyalik masalalar, dunyoviy masalalarda hozirgi mavjud ahvolda parallellik bo'lmasa, biz uni andiz qilib tasavvur qilmaymiz. U faqat bir hissiyotga aylanib qoldi. Hozir 49 yildan buyon Xitoyniki dunyo xaritasida o'zining davlat territoriyasi hamma narsada biz Xitoyning qulda. Bizning vatanimiz Xitoyning quldagi bir tuproq.
O çağın özde bizim vatandamı ayakta Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti, ayakta Şinsay parçalanıp ketken. Ondan keyin Mabdum Buğra'nın o'zi xotin amirligida mag'lub bo'lib chet elga qochib chiqqan mundaq bir qalayibqan bir vaziyat. Bu Sharqiy Turkiston o'chog'ini o'zida Sovet ittifoqiga tava bo'lamdi, Stalinga tava bo'lamdi, Shinsayga tava bo'lamdi, Jankashga tava bo'lamdi, Kommunizmga tava bo'lamdi. Bu hech kim tasavvur qilolmaydigan bir paytdi o'choqda. Ammo hozir bo'lsa tasavvur aniq. 1.848.000 kvadrat kilometr tuprak Şinjan olup Xitayning qo'lidagi bir kart hozir. Endi bu kartni Xitoy qo'luna oladi. Xitoy qanday energiya qo'llandi, energiya taxtis qilib taklimakanda qo'llandi, azam emek kuchi bilan qo'llandi. Butun shu dunyoga kart qilib hozir Xitoy qo'luna oladi. Xitoy shu kart bilan o'zini beytyapti. Endi biz buni ochib 37-yili Mabdum Buğra Hazret'ten bu kartını qo'llanib tikadi desek, o vaqtdagi vaziyat hozir yo'q. Hech bo'lmasa agar Suriyaga o'xshash bir parchalanib ketgan ichki urush vaziyati bo'lgan bo'lsa Sharqiy Turkiston ichida. Ondan keyin Amerika bilan, Rossiya bilan cho'ng bir davlatlar bilan to'xtamlashib, hozir ayyaning o'zi mana bir ichki urush vaziyatida, urush vaziyatida, Xitoyga qarshi urush vaziyatida biz bu kartni sen bilan ishlatmaymiz. Sana biz satamiz bu kartni desek, o'choqli kart bo'ldi. Ammo hozirgidek vaziyatning o'zida haqiqatan shu diplomatik yo'lni ochalaydigan bir siyosiy bilimlik rahbar kishilarni anvarkam degandek o'qitib yetishtirishdan iborat bir narsa bizga shu kelgisiga qarta bir umid bag'ishlay oladiki, ammo hozirgi vaziyatda sizning tasavvuringiz Sharqiy Turkistonni Amerikaning 56 shtat qilib satayli degan o sizning tasavvuringiz, hissiyotiniz. Onu albatta Amerika setib albatta satamiz. Ammo Amerika hozir o'ziniki qo'lidagi Yevropani qutlab tepayotgan bir vaziyatda. O'zining qo'lidagi Shunyaga yordam qilib, Rossiyaga qarshi yordam bilan qo'g'dayotgan Ukrainani Putinning oldiga tashlab beraylik. Hozir Amerikaning avvali bu. Shuning uchun biz bu kartni qo'limiz yo'q kartni kim bilan o'ynaymiz deydigan bu bir masala. Benim bir fikrim var. Xo'sh. Ruhsat qilsam Abdurrahim. Bu tabii bu dünyadaki ciddi vaziyat bizga qanchalik foydali, bizga qanchalik ziyonli ve biz nima qilishimiz kerak. Her halde bu sohbetning qolgan qismi ve bundan keyin biz nima qilishimiz kerak. Bu mavzu ustida to'xtalsak foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bu Trump'ninki Yevropaliklar bilan, ya'ni Amerikaning Yevropaliklar bilan bo'lgan munosabatining asta buzilishi yoki ojizlishi Xitoyning manfaatiga bo'libdi. Bu da masalan München Xavfsizlik konferansiyasidan Wang Yi nayt xo'shal qaytdi. Çünkü muavin prezidentning qilgan so'zlari uning xushyoqdi. Demakchimanki Trump Orus bilan yaqinlashib Xitoyga qarshi Orusni yeniga tatmoqchi. Tabii ular endi qanchalik tata oladi, qanchalik tatamaydi bilmaymiz albatta. Ama bence yani Yevropalikni o'zining nimani o'zan ko'pini dekin deb tashlab qo'yib, Orus bilan yaqinlashib Xitoyga qarshi turmoqchi. Demakki, bundaq bir sharoitda biz qanday bir yo'llarni izlashimiz kerak. Bundaq bir sharoitda. To'g'ri, bu bir savol. Biz masalan 40 yillarda Abdülhamid deb o'tdi, Xitoyda Gongsandan bo'lib, oxirida Gongsandan qazanib chiqdi. Biz qurban bo'ldik shu vaqtida. Endi bundan keyin agar shu keyin orada 50 yillar 70 yo'q 60 yillarda Xitoy bilan Rus Sovet ittifoqi o'zaro bu ilim bo'lib, hatto Sovetning Xitoyga besib kirdiganligining nimasi bu yezildi shu vaqtlarda. Demakchi, yani manfaat hammasi. Endi bundan keyin biz bir tarafımız Xitoy, bir tarafımız Rus. Janubda Hindiston bor. G'arb shimol tarafimizda
bir tuqqan qarindosh davlatlarimiz bor. Demek ki biz qandaq yeni do'st tepishimiz kerak. Bo'lgan manfaatni kimlarga anlatishimiz kerak? Qaysi yo'llarni tepishimiz kerak? Demek ki qisqacha shuni demoqchiman, Amerikaning Yevropadan aloqali zaiflishi Xitoyning manfaatiga ve biz bundaq sharoitda yeni yo'l izlashimiz kerak. Demoqchi men endi buni balki boshqa mavzu qilib muzokara qilsak bo'ldi. Aynan muzokara qilaylik. Endi degan hozir mush temani biz yig'itayda, shunda bo'lganda hozir dedik, endi Sharq Turkiston kartasini qo'llanishning qanday imkoniyatlari bor deb, bundan hozir o'xshamagan fikrlar tushdi hozir bu yerda. Endi illaki men to'g'risidan qatorga ish yo'q bu yerda. Ammo ikra oldi qarindoshlarga deymiz. Biz unda chet ellarda diaspora nima uchun kurash qilamiz? Sharq Turkiston mustaqilligini asli keltirish uchun kurash qilamiz deymiz. Sharq Turkiston mustaqilligi uchun da'vo qilamiz deymiz. Uyg'ur kishiga huquq uchun da'vo qilamiz deymiz. Unda qilib qolsa bizning qo'limizda qanday kart bo'lishi kerak? Bu har bir Uyg'ur bulaqmi yuqori saviyada bu Sharq Turkiston mustaqillik kurash uchun kurash qilayotganlar bo'lsin, mayli kishiga huquq uchun kurash qilayotganlar qolib qolsin, bularning kallasiga bir savol. Shunday har bir mush Sharq Turkiston mustaqilligining asli keltirish uchun qiziqayotganligi uchun kallamizda bir savol bo'lishi kerak. Unda biz chetlarda nima da'vo qilamiz? Qanday da'vo qilamiz? Nima orqali G'arbninki, Amerika G'arb davlatlaridan o'zimizni torta olmaymiz? Bu qatimki Ukraina bilan Rossiya mushu urushda bizga nurg'un tajriba sabaq yakunlab berdi. Buni ayrim bir tim qilib, yana bir suhbat qilsak, yana o'qishmagan fikrlardan odamlar bo'lsa kirsak bo'ladi. Endi mana tim mishaz yig'ilib boshqa so'ng o'tilamiz. Uchinchi savol. Zelenskiy Aqsaroyning ko'ngilsizlikdan ayrilgandan keyin Yevropaning qizg'in qo'llashiga erishdi. Yevropa davlatlari agar Amerika yordam qilmasa, biz yordam qilamiz deb mejlisiga mushildi. Amaliyotda Yevropaning Rossiyadan neft olishga xarjlagan puli Ukrainaga yordam qilgan puldan ko'p. Amerika buni tanqid qilib keldi. Yevropa bu qatim Zelenskiyni favqulodda qo'llagan bilan Amerikaning yordam bo'lmay turib Ukrainani g'alabaga erishtira oladi. Xo'sh. Buningga qaysini boshlaysizlar? Abdurimjon, abay, men necha qitim qo'l ko'tardim. Ya tema so'zlatamsizlar meni ya Onunla men diqqat qilmoqchiman. Xo'sh, ya sizdan boshlaymiz. Men 5-6 qitim qo'l ko'tardim, butun ekran oldikilar ko'rib turdi. Ya men diqqat qilmoqdim, ko'rmoqdim, kechiring, diqqat qilishingiz kerak. Siz riyosatchi bo'lgandan keyin diqqat qilishingiz kerak. Hammadamga mishada erkin so'zlaydigan maydon bo'lgandan keyin hammadamga. Xo'sh, unda shunday savolni sizdan boshlaymiz. Shunday savolni sizdan boshlaymiz. Men avvalgi savolga javob bermsam, bu qolgan savollarni hech qanday. Xo'sh, 1 minut javob bering, 1 minut vaqtingiz bor, xo'sh. 1 minut. Men yana avvalgi gapimni qaytadan deyman. Bizning Sharq Turkistonning yer ostidagi zamin bizning dasmerimiz. Uningdan boshqa bizning hech qanday dasmerimiz yo'q. Agar biz shu zaminni Xitoy egallab ketdi, Xitoyning yeri deb e'tirof qilgan bo'lsak, bizning hech qanday ish qilishimizning hojati yo'q. Men azaldan deb kelyapman, 30 yildek bo'ldi. Biz har qanday fursatda Amerika hukumatiga bo'lamdi, Yevropa davlat hukumatiga bo'lamdi, har qanday siyosatlarning oldida Sharq Turkiston Xitoy ishg'ol qilib olgan bir zamin degan tushunchani demasak, hamma faoliyatlar bor, men shuni deyman. Hamma faoliyatlar bir tiyinga tabi, faqat nimani qanday rolni o'ynaydi deganda Xitoyningki bir parcha zaminiti, shu yerdagi xalqning kishilik huquqini, inson huquqini e'tirof qilsanglar, biz hech qanday ish qilmaymiz degan yerga bordi. Biz har qanday faoliyatlarda, men yana qayta har qanday faoliyatlarda o'zimiz shaxsan o'zimizcha eng oldi bilan bizni Xitoy tatib olgan, bizning vatanimizni, aziz vatanimizni Xitoy tatib olgan, lekin biz uni e'tirof qilmaymiz degan tushunchada bo'lishimiz kerak. Bo'lmaydi, voy uni Xitoyning yeriga faqat Xitoy sota oladi deydigan bo'lsa, nima ish qilamiz bu yerda? Kart o'ynaymiz, bu har bir Uyg'ur o'ynashiga chiqmas ekan bu. Shu muhim masala. Hozir mishada xafa bo'lmaydigan bo'lsak, Anvar Jinkam shu gapni dedi, Abdurimjon shuni deyotdi, u degan Xitoyning yeri deyotdi. Xitoyni sotalaydi. Xitoyning yeri degan gap emas aka. Dunyoninki xaritasi, BDT üstelde, Amerikan Kongresi hamma yerda Xitoyning jo'grafiyasining ichida deb e'tirof qilindi uni. Biz deyotgan narsa emas. Dunyoning ko'zi bilan qarasangiz, u Xitoyning qo'lidagi tuproq.
Xitoydan har qanday bir davlat diplomatiya qilsa, Xitoyning hozirgi territoriyasini e'tirof qilib, shuni imzo qo'yib turib, undan keyin diplomatiya qildi. Biz e'tirof qilmasligimiz kerak, Abdurrahim. Yo'q, biz e'tirof qildik degan gap emas. Biz e'tirof qildik degan gap emas ekan. Mani mandaqlik tushunmasimiz bo'lmaydi. Bu biz e'tirof qilamiz degan gap, e'tirof qilmaganligi uchun biz u bizning vatanimizda emas. Ammo uni kart degan bir masala bor. Kart deb o ya hech qanday bir ya ichki urush yo'q, ya Xitoy bilan bo'layotgan bir urush yo'q, bir faqat Xitoy bizga zulm qilayotgan bir yaning o'zini qo'pib, andan keyin muhabbatni sana satay, boylig'ini sana satay, sen bizni azir qilib qo'ysan. 30 yil yog'i kim deb baxtimi shuni bir Aqsarayga kelib deb baxtimi ekan? Sharq Turkistonning ichida boylik bor, shuni elingda bir rahbar gapirishib baxtimi ekan bilan? Yo'q, o oqmaydigan gap bu. Ya oqdigan oqmaydigan deb menga qara qilib etmayli, o'misini ko'z qarashimiz. Hech kim deb baxmagan boshqa ilgari bir necha qatim mushta cho'ng-cho'ng bizning siyosiy da'voning yuqori qatim odamlar mushta paranglashib baqqan. Hech qaysi yaqin kelmagan. Ismini demay, ismini desam bizning bu haqda tanqid qilaveramsizlar. Bir millatni tanqidchimiz nima kerak? Tanqidchi bo'lish kerak millatda. Bizni chatlarga bu gaplarni-ku Abdurrahim, gapingizni tatmang. Gapingizni ko'rsatay 1 minut. 1 minut ana kelsin bir ayda. Biz hozir Sharq Turkistonning o'sha chatlarni biz nima uchun da'vo qilamiz? Bu cho'ng bir savol. 76 yilning qilayotgan bu da'vo bir savol qo'yib, biz qanday bir kartani hozirlashimiz kerak, nimadan foydalanish kerak, bu narsani bir aniq bir tushuncha bo'lish kerak bu narsada. Biz ilgari da'volarimizni bir diagnoz qo'yib, yangi bir yo'lni echishimiz kerak. Faqat bundan savolim, buni o'ylash baqsaq bo'ladi. Har bir tashkilotlar, har bir Sharq Turkiston mustaqillik qiziquvchilar mana shu maqolamni e'lon qilgandan keyin bizim Uygurlarsın gulgul bo'lgandek nurg'unlagan g'arblikni kuzatgan shu maqolani kirib mana fikr almashtirganlar bor. Buni deb o'tamayman bu yerda. Deb uni qilmayman. Kulli xotiram yozmay bir narsalarnikini. Shunga bu har birimiz bilayotgan signal biz nima uchun da'vo qilamiz chet ellarda? Bunga javob topishimiz kerak bir narsaga. Endi men savolim yig'ib qo'ylik. Buni ayrim tim qilib paranglashtirganlar qilib qolsa, yana ikrorlik ko'rayotganlar yana bir suhbat qilsak bo'ladi. 3-savol o'tib ketlamsa, abet o'qigandim esimga chiqib ketdi. 3-savol. Zelensky Aqsaraydan ko'ngilsizlikda ayrilgandan keyin Yevropaning qizg'in qo'llashiga erishdi. Yevropa davlatlari agar Amerika yordam qilmasa, biz yordam qilamiz deb mejlisga mushildi. Amaliyotda Yevropaning Rossiyadan neft olishga xarjlagan puli Ukrainaga yordam qilgan puldan ko'p. Amerika buni tanqid qilib keldi. Yevropa bu qatim Zelenskyni favqulodda qo'llagan bo'lsa, Amerikaning yordam bo'lmay turib Ukrainani g'alabaga erishtira oladi deydi. Xo'sh, to'g'rilikka sizdan boshlaylamsa. Ya bu bekka uzun ya bir ayrımlı bir asas sözleyilgan bir parankel kısıkçı men ya diyor hazır abay hemminglar dedinglar bu Amerika'nın siyaseti özgürwatıdı. Avrupa'ni burunqidek bakmaymiz deyapti bu. Diyor, ma Trump nait. Ya Avrupa'ni emas, anime NATO'ni dang, Avrupa'ni. Ya Avrupa'ni deyapti. Avrupa'da ta Avrupa'da. Ma Germaniyada Abdurrahman Abdullah Germaniyaning yangidan saylangan nimasi shu vaqtda shu gapni dedi go, biz Amerikada mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi degan gapni qildi. Angliya mo shu vaqtlarda hozir Angliya albatta Yevropa birleşmesinin a'zosi emas-ku, onundan ayrim öz aldığımız iş qilamiz deyapti. Yevropa o'zida bir ittifoqsizlik degan aniqli turdi. U yerda gerçi mana Yevropa birleşmesi yaqinda shu Angliya boshchiligida yana bir qancha davlatlar yig'ilib, haliqi Trumpning deganini qilyapti-da. Qanday deganda, u nimani 8 milliard dollarga o'stirgan bo'ldi. U davlat mudofaa budjetini-ku buningga shu 27 davlatning ichidagi 26 davlat qo'shilib qopti, mushtaq qilamiz deyapti. Lekin u pullarni to'plab bo'g'icha yana bir 5 yildamda 10 yilning gapini qilyapti. Hozirgi masala nima degandek, urush hozir bo'lyapti. Kuniga odamlar o'lyapti. Shuni darhol to'xtatmasak bo'lmaydi degan gapda. Endi men mishada meg'izliq bir gapni deb o'tay. Bu yerda Amerika islami deb tushinglar. Amerika bilan Rossiya bo'libmi Trump hukumati chiqqandan keyin Amerika bilan Rossiyaning munosabatini yaxshilashtirishni bu qaror qilib bo'ldi. Marco Rubio shu gapni dedi. Marco Rubio dedi, Trump bu gapni deyapti, Vance shu gapni deyapti. Bu aniq bo'lib qolgan ish. Rossiya bilan munosabatni yaxshilash. Uning ustiga ma kabinet tanlangan nurg'unlari bor, nurg'un bir qancha odam, nurg'un shu sekretarlar bor. Bu sekretarlar hammasi Rossiyaning Amerika bilan yaqinlashishni xohlaydi. Mencha Rossiya bilan Amerikaning yaqinlashishi
biz uchun foydali bo'ldi. Chunki agar Rossiyani yolg'iz halak deb qo'yganmiz, Rossiya Xitoy bilan texmi birlashidi, shu vaqtda bizga kelganda bizni texmi yo'q chiqarib o'tdi. Texmi yo'q chiqarib o'tdi. Rossiyani hamda hozirgi ko'z qarashdan Yevropaninki umumiy ko'z qarash ekan, men shuni bayqab qoldim. Umumiy ko'z qarashdan bu Rossiya kuchayib ketib, Yevropani egallab ketdi, xuddi o'z vaqtida Hitlerdak nima qildi degan tushunchalar bor. U hamda yanada o'sha tarixdagi ahvolni hozirgi vaziyatga solish. Hozirgi Rossiyaning u Estoniya bo'lamdi, Latviya bo'lamdi, qaysi Moldoviyada bo'lamdi, Slavik tilda so'zlaydigan, hammasi bir tilg'u, bir til so'zlaydigan u davlatlarni bu iyval nima degan tamasi yo'q hozircha. U tamasi yo'q. Ukrainani butunlay ip ketgan taqdirdami boshqa davlatlarga hujum qilishi natoyin. Endi albatta bu nurg'un odamlarning ko'ngli kelgan bo'libmi Yevropa xalqlarining, chunki Yevropa azaldan Yevropa birlashishning maqsadi, NATOning maqsadi, qurilishdagi maqsadi shu Rossiyaning qaytib kelishini to'sash uchun u degan 49-yili NATO degan 49-yil qurilgan. Bu hozirgi buningdan burungi Amerikaninki bundan burungi hokimiyatlar hech qachon voy buni qo'llab kelgan-ku. NATO'ning hamda asosan 20dan ko'p budjet Amerikaninki, andikin Yevropa birlashmasininki nimalarni hammasini qo'llab kelgancha Amerika qo'llab kelgan. Lekin hozir Trump degan tamamen o'xshamaydigan siyosatni yurgizib, yo'q, men Rossiya bilan yaxshi munosabatni yaxshilashtirma, Ukraina urushini men o'zim chiqib to'xtatman degan ko'z qarash qildi. Buning qarta shu shunday fikrlar bo'yatdi-da, shunday hazırlan qilishyapmiz. Yani bu yaman uzun topikka buni ayrim bir so'zlashsak bo'ldi deb qarayman. Mana buni boshqa fikringlar, boshqa nimalar bor? Benim fikrim bor. Xo'sh. Bu Zelenskiyning o'zimi nurg'un qitim deb keldi. Amerika bo'lmasa biz bu vaqtda Rossiyani qo'lga tushib bo'ldik deb burundan tasib o uchiq deb kelayotgan. Ani ikinci Germaniyaning hozirgi davlat mudofaa ministri Boris Pistorius bundan bir 2 oy burungi bir bayonotda uchiq oshkor o'zining so'zida Donald Trumpning o'zi NATO'ninki chiqimini 3% yillik milliy nimaniki milliy kirimniki 3%ga chiqirishlar degan chaqda butun Yevropa davlatlari uni qarshi chiqdi, Germaniya siyosatchining qarshi chiqdi. Biz 2% oshmaymiz degan chaqda bu shu davlat mudofaa ministri Boris Pistorius Germaniyaniki u dediki biz Amerika qancha tilab qilsa shuniga chiqarishimiz kerak. 3%gacha berishimiz kerak. Agar Amerika bizni tashlayib qolsa, Rossiyaga butun Yevropa tankilamaydi dedi. Qanday degan chaqda butun Yevropa davlatlarining hozirgi surat bilan ishlab chiqarayotgan yillik qurol nisbatini Rossiya 3 oyda ishlab bo'ldi dedi. Rossiya yani 4 qatlab ortiq qurol ishlab chiqarish kuchiga ega. Onunki baylık bo'lsin, mayli sanoatda bo'lsin, Yevropadan 3 esse 4 esse oldidan mağdu. Şunlaşqa biz faqat Amerikaninki himayesi aslida, NATO'ninki himayesi aslida mevcutluğumuzu kapalatga yıqila olaymizki, agar Amerika NATO'dan chiqib qolsa, NATO'ni tashlab bersa bizga, biz o vaqtda Yevropada bir qancha davlat va qurol ishlab chiqargan sanoatni taraqqi topgan davlatdan. Bu davlatlarning ishlab chiqarish yillik qurol mahsuloti Rossiyaning 3 oylikdan tankamaydi deb bu shu televizorda ochiq oshkora bu shuni so'zlagan. Shunglashqa o Yevropa hozir to'liqdan dedi-ku 800 milliard mudofaa chiqaramiz deb hozir qaror qilgan bilan bu 27 davlatdan yig'ildigan pul. O qachongacha yig'iladi o Rossiya hozir aktiv urushda olg'a ilgilayotgan chaqnamizda bular bu pulni yig'ib, andan keyin pulga qurol yasab, qurol zavodini kengaytirib, manda qilamiz deb bo'lsa, Ukraina allburun tushibdi Rossiyaning qo'liga. Amerikasiz Ukrainaning mavjudligini tasavvur qilishga o men emas, bu Germaniyaning davlat mudofaa ministrining deyotgan gapi. Xo'sh. To'g'ri. Boshqa nima qolsa yana bir savol o'tdi. Anvar aka, sizning qo'yilgan yangilik qilib bo'lmasa yana bir savol o'tdingizmi? 4-chi savol.
Zelenskiy Trump bilan qayta so'zish xohlaydiganini bildirgandan keyin Trumpning suhbatlashishning har vaqt ochiq ekanligini aytdi. Trump yana Rossiya bilan suhbatlashishga tayyor ekanligini, agar Rossiya urushni to'xtatmasa, texnik qattiq qilsa jazo yurgizganligini bildirdi. Sizlarcha Trump bilan Putin bir kelishim tuzalamdi? Amerika rostilla Rossiya bilan yaqinlashib Xitoyga qarshi birlik shakllantira oladi. Xo'sh, to'g'liqqa sizdan boshlamdik. Boshqalar Anvarjak sizdan boshlaymiz. Manandan. Mençe Xitoy yani dünyadaki Amerika başçılığındaki tüzüm yoki sistemni o'zgartiman, o'zimnikini joriy qilaman deb kan bo'lganda 10 yilning yog'i ochiq oshkora davatidi va bir belbog' bir yo'l projesini O'rta Sharq Yevropagacha ekib bo'ldi. Afrika davlatlarini o'ziga qaramlik qilyotidi. Mencha o'zlarining manfaati uchun Amerika bilan Rossiya yaqinlasha oladi. Chunki Rossiyaninki Xitoydan qo'rqadigan sabablari bor. Aniq sonni bilmasammi 40 milliondek Xitoy Sibiriyada joylashib bo'libdimish. Shu ta Amur daryodan boshlab ta shu tashqi Mo'g'uliston ishqilib sharqiy Sibiriya mushtarablarda. Bugun Rossiya o'zimi nüfus tarafdan keyingi dasayotgan bir davlat. Ma Yevropaliklarga o'xshash. Demak, Rossiyada hozirgacha masalan, endi yaqindagi nimani desak, ma Tayvan masalasida, ma Ukraina masalasida O'rus bilan Xitoy yaqin ko'rishgan bo'lsa-mu, Amerika bilan Rossiyaninki Xitoyga qarshi birlashishi, yaqinlashishi o'zining manfaatiga to'g'ri keladi demoqchiman. Va bizning manfaatimizga to'g'ri keladi. Mening fikrimcha. Xo'sh. Endi bizning manfaatimiz to'g'ri kelishi uchun biz albatta o davlatlarni o'zlari imperialistik davlatlar tabi o'ylaganlari, planlari bordi. Biz Uyg'urlarni harakat qilishimiz kerak. Shu fursatdan qanday foydalanamiz? Biz O'rus bilan Amerika yaqinlashsa, o'zimizning boylik deb o'tgandek, endi o bizning qo'limizda emas hozir. Boyligimizni ko'rsatdik, geografiyaviy, strategik mavqeyimizni ko'rsatdik. Mesela tarihi bazı kitaplarda Pivot of Asia, yani nimede Asya'nınki merkezi ve nayeti muhim orun boğan bizim Uyguristan'ımız mesela deylik ki aşo burunki Amerika'daki o vaxtlarda bu muğan vaxtlarda Angliya, Xitoy ve Rusya bilen boğan kelişimlerde vatanimiz nayet muhim orunda tuğan. Bunu Orus yaxşı bilidi. Bilidi hem. Demek ki demek Xitoyni bu bayatı bir deb o'tdinglar ku. Orusni Ukrayna Orusni Yevropaga yeyilishdan to'sab turyotidi dedik. Tabii ma'lum darajada to'g'ri. Yani ben harbiy mutaxassis emas. Xitoyni O'rta Sharqqa, G'arbga, Rossiyaga yeyilishdan to'sab turadigan davlat bizning to'proqlarimiz. Bizning hamda shunday rahbarlarimiz chiqish kerakki, bizga tug'iladigan yangi mushtaq bir fursatlarni o'ylab, boshqa ishlarni, darvozlarni qiqish kerak. Yani demakki, yangi tug'iladigan dunyoni boshqarish sistemi farqli bo'ldi bundan keyin. Shuningdek biz qanday foydalanamiz? Muhtem ihtimal O'rus Amerika do'stligidan biz qanday foydalanamiz? Bu bir savol.
esimga kelgan, albatta buni ichib muzokara qilishimiz mumkin. Shunday demoqchiman. Xo'sh, boshqa o'xshagan fikrlar bormi? O'xshagan fikrlar olmay qolsa, yana bir savolga o'tmay, savolga o'tishdan ilgari mendan so'ragan savolingiz bu. Shu sizlar jim boshqalardan dedingiz, boshqa javob berdi. Muhim savol, men bir javob berayim sizlarga. Xo'sh, qisqacha hamsa mana shu o'xshamagan nuqtalar qolib qolsa. Boshqa gaplarni qilmayman. Mening demoqchi bo'lganimcha, mana bu Marco Rubio o'tganda nihoyat muhim bir gapni qildi. Diqqat qiling. Rossiya bilan Ukrainani urushi bir Amerika bilan Rossiya qilayotgan proxy urush dedi. Proxy degan men nimani bildirdi degan vakolatchi deydi. Bu amaliyotda Ruslar bilan Ukrainalar urushyapmaydi, Ruslar bilan Amerika urushyapti dedi-da bu. Bu nihoyat muhim bir gapchi. Buningga shu Rossiyaning bu tashqi ministrimi darhol qo'pib, mana bizning azaldan deyotgan gapimizni Marco Rubio dedi. Bu biz Yevropa bilan yoki Ukraina bilan urushayotgan yerimiz yo'q, biz Amerika bilan urushyapmiz dedi. Bu nihoyat bir muhim nuqtachi. Agar ikki mana cho'ng Rossiya bilan Amerika urushayotgan bo'lsa, bu urushni to'xtalaydigan kim? Har qandayingizda mush savolni. Albatta mush ikki davlat to'xtalaydi. Bu ikki davlatni boshqarayotgan ikki odam kim? Putin bilan Donald Trump. Bu ikkisi bir yerga kelishib qolgan bo'lsa, bu ishlar tutadi. Mencha hozirgi bu urushchi to'xtab bo'ldi. Qarindoshlar, bu urush to'xtab bo'ldi. Faqat nega keldi degan chaqda Trump bilan Putin ikkisi ayrim so'zlashyapti. Ayrim so'zlashib, Trumpning Putinga deyotgani bo'ldi, sen qo'lga olgan 20% Ukrainaning yerini sana tava bo'lsin. Qolganlarini Ukrainaga berib atgan degan gap qilyapti. Lekin buningga Rossiya rasmiy ma'qul demayapti. Lekin Trump ishashlik. Trump dedi, shu bir gap ichida uni to'xtatma dedi. Amaliyot mencha bu urush to'xtab bo'ldi. Faqat bir qancha shartlarni hozirlab bo'lgandan keyin bu ikkisi bu da cho'qim bo'lib Zelenskiyni yana birlarini Yevropaning rahbarlarini aytilib, u yerda bir yerda o'tirib, u xulosini chiqarmaydi. Ikkisi bir rasmga chiqib bir ko'rishdimi? Bu ish tamom bo'ldi degan yerga bordi. O Yevropa birlashmalarininki Angliyaning hammasining bir yerlarga abaymi deb bitdik, Abdurinjonga qo'shildi buning. Ularning bu yerga kelib, o Ukrainaning davlat mudofaasini qo'llaymiz degan nimasi yo'q. Andikin tunugin shu yana bir xabar chiqdi. Tunugin bir xabarda ama Trump o'zi chiqib shunday debdi-da. U yerda deydi, Trump deydi, Ukrainaninki davlat mudofaasini kapolat qilishini urush to'xtab bo'lgandan keyin andin keyin o'ylashimiz dedi. Bu qaysini qarta deganda Zelenskiy ta bugunga qadar yana aşağıda Ukrayna aralashması bu işini tutmaydi degan gap. Amerika aralashması. Amerika aralashması yani. Ya Zelenskiy Ukraynani aralashtirish kerak deyapti. Muzokirga, muzokirga. To'g'ri. Yana aralash bu gap qarta Trump oqshom shu iniq yuzutib yerda bu asosan degani Ukraynaning aralashishining hojati yo'q dedi. Yevropaning aralashishining hojati yo'q dedi. Men Putin bilan o'tirib bir taraf qilibman dedi deyapti. Bu bir ameliyat. Bu şu hazır bir ameliyat. Bu ma abay degan gap, men degan gap emas. Dunyo dangliq mutaxassis var şu Ukrayna, Rossiya urushi haqida mutaxassis var. Bir ismi nima deya uni Rusparaz deb turlaydiganlar bor, lekin u odam shu deb urush to'xtab bo'ldi dedi. U mening gapim urush to'xtab bo'ldi, chunki Trump mag'lub bo'lishni xohlaydigan odam emas dedi. Trump azaldan mag'lub bo'lishni xohlamaydi. Nima? Mag'lubiyat erishishni xohlaydi, shuning uchun bu ishni jazman qildi, qilib bo'ldi dedi. Xo'sh. Boshqa o'xshamagan fikringiz bormi Abdujon aka? Bo'lmasa yana bir savol o'tamiz eng oxirida. Mening fikrim bor. Bu hozirgi vaziyatga kelsak endi Amerika deganda hokimiyat almış turg'aya saylan bo'lib.
Bir prezident çıksa 4 yılda molla atıdı, yeni birisi çıksa 4 yılda molla atıdı. Ya birisini karşına biz buzmaydigan bir devletke bunun başka çıkaraydı. Hazır düşünüp kaldık resmiyle. Ama Rusya 24 yılın yağı Putin'in kulunda. Putin şu Sovet İttifakı'nınki ensi əsli keltirməni de meydana çıkan bir adam. Eğer Trump bilen Putin ikisi resmi kilişmekçi olsa Avrupa'nın bölüşüdü bular. Avrupa'nın bir kısmı ya Avrupa'nı Putin bilen hemkarlaşıp Putin bilen ittifaklaşıp taşlap verip Amerika. Andakin Rusya bilen Amerika birleşti Xitay'a karşı durmayız deydiğin bir stratejisi olsa planı. O çağda başka. Eğer bulmasa o Amerika'nınki hazır Donald Trump bilen Putin kilişip ma'lum bir işini imzalaşsa Putin yıkılgandan keyinki başka birisi çıkıp kalsa nima Donald Trump yıkılgandan keyin. Ama Amerikan siyaseti özgürlüksüz olacaktı Putin yıkatması, Rusya yıkatması siyaseti. Şunlaşka Rusya bu işte onda biz tasavvur kılganda yenik emas. Putin'den özü uğraşına başladı mı Sovet İttifakı'nın çigirisini asli keltirmeye başladı. Bu kadar uğraş mezgilde Putin'den sorgan çağdı mı Rusya uğraşın kıyat dokusu olsa Rusya'nın çigirisi yok dedi. Rusya'nın çigirisi tasavvur kılınmaydı diyen bu uğraş kengirlep kitiyordu diyen gap. Hazır biz hem bizdeeki Rusya bilen kilişip Putin'in özü bilen Donald Trump ikisi kilişip Rusya'ya yaklaşıp Xitay'a karşı durdu dep özümüzün tasavvuru, Uygurların bekerek tasavvuru bu. Ameliyatı bolsa o Putin'in karakteri Rusya'nınki en'anevi siyasi, en'anevi medeniyeti G'arbga butunlay qarshi. Xitoy bilan uzun yillik asrlik Xitoyga qaysi millat hokimiyat beshig'i chiqsin, qaysi partiya hokimiyat beshig'i chiqsin, Xitoy bilan bo'lgan strategiyasi nihoyatda mustahkam, ammo G'arb bilan bo'lgan munosabati Rossiyaniki urush bilan, mayli Fransiya bilan bo'lsin, Germaniya bilan bo'lsin, Angliya bilan bo'lsin, keyingi 70 yil Amerikaga qarshi sovuq urush munosabati degan bo'lsin, hammasi Rusiyaning xarakteri G'arbga qarshi. Shunlashqa biz o asli shunda olib kelsak yaxshi bo'ladi. Ammo 44-yilda Sovet İttifaqı bilan Amerika yaqin kelishib qolganda bizni setyapti. Masalan, Xitoy shuna bir tiyin olmay bikaga beryapti. Rossiya bilan hamda Putin bilan Donald Trump kelishib qolsa, oxiri nima chiqadi? Uni biz o'zimizniki tasavvuri bilan ijobiy tasavvurimiz bilan ko'nglimizni xo'sh qilib bizning Uyg'urlığı bir manfaat kelib qolamiki deb tasavvur qilib boqamiz. Ammo biz ne Rossiyaning ichki siyosatini, tashqi siyosatini to'liq bilmaymiz, ne Amerikaningki tashqi siyosatini, ichki siyosatini bilmaymiz. Amerikaning bu ichki va tashqi siyosati ikki partiyaga bog'liqga. Birisi Demokrat partiyasi chiqsa bir xil tashqi siyosat yurgizgan, Cumhuriyet partiyasi chiqsa bir xil yurgizgan. Ularningki ichki va tashqi siyosatimi 4 yillik plan bilan mangdiki asosli. Şunlaşqa endi men bu işdə bək ümidlenib ketməyəm. Donald Trump bilan Putin ikisi yaqinlashib, Rossiya bilan ittifaqlashib, Xitoyga qarshi turdi degan gapni men bək tasavvur qilib ketməyəm. Bu bizningki arzularimiz, havas, hissiyotimiz deb qarayman uni. 5-chi savol. 5-chi savol, eng oxirgi bir savol, shuni programma tugaydi. Vaqt uzrab ketdi, asal gapni qisqartirib. 2 soat tutdi kerak bu. 5-chi savol, eng oxirgi bir savolda 5-chi savol. Eğer Amerika söhbət arqılıq Rusiyanı indek keltirib, Ukrayna urushini oyoqlashtirsa, Xi Jinping bilan Putinning strategik hamkorlik ojizlaydi. Biroq eng yangi xabarda Rossiya Amerikaning urush to'qish taklifini rad qilgan. Demak, Rossiya bir bo'lsa Amerikadan kutganlarga erisholmadi, bir bo'lsa Xitoy do'stining kuchiga ishonadi. Amerikaning Rossiyaga yaqinlashib, barliq kuchini Xitoyga qarshi bizga payliq deb kelyapmiz. Ammo Rossiya har vaqt Amerika bilan Xitoyning o'yinini tomosha qilib, o'tirib foydalanib kelayotgan davlat. Bu ahvolda Amerikaning Rossiya bilan bek yaqinlashib, Xitoyni yetim qoldirishi ham ojizlashdan cho'ng umid kutib bo'lmaydi. Uyg'urlarga cho'ng foydasi bo'lmaydi. Sizlarning bu vaqt fikringlar qanday? Men fikrimga qo'shilman. Siz deb bo'ldingiz ha. Men boshlab qo'yib edi. Rusya rad qilyapti degan xabar nereden chiqdi? Rad qilyapti, ashtadan mishmish nimalar bor. Rusya rad qilyapti degan balki menda Rusya-ku Yevropa birlashmasininki urushni bir oy to'xtatsak degan taklifini rad qilyapti. Amerikaninkini rad qildim degan gap chiqmadi-ku deyman. Chiqqan bo'lsa men xatolashib qoldim. Unda xabar yo'q.
Şu bir aylık tinchlik nimasini rad qilgansiz? Bir aylık tinchlikni rad qilayotgandan keyin Amerika hukumati bor ekan yana nima Rossiya jazo yurgizmaymiz degan bir tal nimani e'lon qildi-ku. Rossiyaga Donald Trump chiqib Rusiyaning yordamini to'xtatib qo'ydi emasmi vaqtincha chiqib havo mudofaasini to'xtatdim dedi endi keyin pullarni to'xtatdik degan gapni chiqqandan keyin Rossiya Ukraynaga hujum qilib yana bir mo'ntiyani egallab oldi-ku bir necha kun ichida. Shuning uchun shuning qartar Trump aşı gap aşını nima qildi shu seninki san iqtisod jazoda bermasan agar shunday qilsan deb. Meningcha mening bilishimcha shunchalik hozirda o'liqqa rad qildi u bu degan gap chiqmadi. Chunki kelapti Rossiya bilan Amerika Saudiya Arabistonda ko'rishib mushto'g'irlik nima qildi. Zelenskiy nima bosun deydi. Zelenskiy lekin nimaga qatnashmaydi. Suhbat o'zi qatnashmaydi. Suhbat yana Amerika bilan Rossiya orasidagi suhbat. Bu ikkisi hozir boshliqlar kelish bo'ldi. Hozir tövandagi ba'zi bir deb bitdim-ku. Ba'zi Anvarka sizga gap bor. Anvarkam. Xo'sh, Anvarkam gapmoqchi. Xo'sh, Anvarka sizga gap. Bu mening Abdurimjon Biraqur fikrni aytib o'tdi. Mening nimam Amerika, Rus ikkisining yaqinlashishi bizga foydali bo'ladimi degan fikrim butunlay hissiyotdan kelib chiqqan fikr emas va ilmiy strategik bir fikr narsa emas, chunki qo'limda unda bir narsa yo'q. Men aqlim meningki agar manfaat siyosatni belgilaydigan narsa manfaat bo'ladigan bo'lsa, masalan 50-yillardan tortib NATO'ning ichida bo'lgan Turkiya va Rossiya bilan tarixda qancha qitim 5 qitimmi 10 qitim urushib ish qilib bir-biriga ashaddiy dushman bo'lgan Turkiya o'tgan 10 necha yildan beri NATO'dan biroz uzoqlashib Rossiya bilan yaqinlashish yo'lini tutib o'tibdi. Bu da her halda agar nima urush to'xtasa Ukrainada NATO'ning askarlari emas, Turkiyaning askarlarining garantör, kapolatchi kuch sifatida o'rin olganligi söz mavzu bo'libdi. Endi Putin demek bütün Avrupalıklarını bir taraf qo'yib, yani NATO'da o'zi ittifoqdosh bo'lgan, ikkinchi dunyo urushidan beri o'zi Avrupani qo'g'dab kelayotgan Amerika bularni qo'yib, Putin bilan so'zlashgani ve Putinning bununla endi %100 bilmaymiz ijobiy qarayotganligi, demek ki yeni bir davrning boshlanayotganligini ko'rsatdi endi. Demek menfaat şu yerga akvitibdi belki nimani. Çünkü bir yerde Xitoy xavfi bor. Xitoy deymiz-ku biz nima bilmayman, masalan Amerikada qancha %% nimani Xitoy setib ep bo'lgan, dunyodagi pulni men o'zimning puli bilan almashtiraman deyotgan Sharqi Janub dengizida Xitoyninki, ya'ni Tinch okean dengizi atrofida qancha milliard pul xarjlab u yerda kemilari bilan u yerni qurshab bo'lgan davlat vaziyatda, demak Amerika agar Xitoyni oldin to'sayman, ya'ni o'zimninki hozirgi dunyoda bo'lgan kuchimni bir qadar saqlab qolaman deydigan bo'lsa ki Rossiya bilan yaqinlashish kerak. Ve bunu ko'ryapmiz endi. Boya degan misollarım bilan. Endi bunda bir sharoitda voy Rossiya bizni yaxshi ko'rdi, bizga uni qilib berdi, buni qilib berdi deb unda bir havasga kirgan odam yo'q. Men deyman, endi demak mushtaq o'zgargan dunyo sharoitini nazar tutib, biz Uyg'urlarmi vatanning sirtidagilar bir darvozlarni qaqib yiqishimiz kerakmi? Bir imkonlarni izlab yiqishimiz kerakmi demoqchiman. Bugün
esinglarda bo'lsa kerak, Qozog'istondagi Uyg'urlarning nüfusi ta 70 yillarda 1 millionning üstüdü. Hozir 5-600 mingga tushirib qo'yibdi. Qozoq deb yozg'izib. O'zbekistonda 2-3 million kam bo'lganda Uyg'ur bor. Ularni hozir nayt oz ko'rsatdi. Qirg'izistonda bor. Demakki, agar Rossiya xohlasa bir necha million Uyg'ur chegara bizning Uyg'uristonning chegarasida bir necha million Uyg'ur bor. Ular muhojir emas. Ular bilisizlar, bir qismi 50 yillar 60 yillar ko'chib kelgan bo'lsa, ko'pi o'shaning yerlik Uyg'urlari. Yetsu rayonida tarixdan beri tug'an Uyg'urlar. Demak, bunda bir sharoitda demak, kimen shu tug'iladigan fursatlar uchun biz yangi darvozalarni qiqib tiqishimiz kerak demoqchiman faqat. Ammo hech kim bizni Uyg'urlar sizlar chiroyli ekansizlar, sizlarga qilib bilas qilmaydi. O'zining manfaatiga to'g'ri kelsa qiladi. Biz shu manfaatiga to'g'ri kelayotgan sharoitdan qanday bir foydalanamiz deb qo'ymoqchi edim. Rahmat. Unda olsa bugungi suhbatning temasi yig'il, suhbatning temasi dunyo kasblanayotgan kuchlar va kuchlar raqobat va Uyg'urlar to'g'risida bo'ldi. Asos Uyg'urg'im qaratdik temalarnikini. Abiyatim dedik, Uyg'urlarmi Xitoy qarshi Sharq Turkiston mustaqil asliga keltirishchi qanday kartlarni hozirlashimiz kerak, biz nimaga tayyor turishimiz kerak degan savollarni o'tirib qo'ydik shunaqa bu narsalarnikini. Meni bir nuqta bor. Men o'sha diasporadagi munozarachilarniki leksiyadan ko'p anglayman, ko'p analiz qilib, ba'zi o'zlarim paranglashib qo'yman, savolni o'zi qo'yib qo'yman, afsus javob chiqmag'ili jiqadamladim. Men mana bir narsa bor, Erkin Akramning leksiyasi men buni eng yoqtirib anglaydigan leksiyadan birisi, hozir yoqtirib anglayman. Bu yaxshi so'zlaydi strategiya mutaxassisi deb. Erkin Akram bugungi bir leksiyasida biz Sharq Turkistonliklar nimaga hozir degan bir temasida so'zlab kelib, ilgari Uyg'urlarniki mustaqilligini qo'llaydiganlar tadqiqot qilib berib, 4 qatim Uyg'urlarniki mustaqillik uchun xulosa chiqarib, raport hozirlabdi ekan. Bu millat mustaqillik hozir emas ekan degandek bir narsa. Shunday men hammamiz ko'rib anglagan leksiya qo'ymayman. Bir xulosani chiqaribdi ekan deb shu narsani biz Erkin Akram akamizniki leksiyasi anglagan vaqtda hammamiz qattiq qonlarimizga shu qizib unda o'qib qolsa biz qacha hozir bo'lamiz deydik. Hatto Erkin Akrammo leksiya so'zda aytdi. Biz nimaga hozir? Dunyoning siyosiy jiddiy shaklda o'zgaryapti. Dunyoning sistemasi tegishligan bir yerga kelib qoldi. Biz bu qadamlik bir mustaqillik fursatimizni qochirib qo'ysak, biz menga yo'qolib ketamiz. Endi qayta bir fursat kelmaydi. Balki 100 yil, 200 yilda kelish mumkin. U vaqt Uyg'urlar mavjudlab tura olamdi degandek kuchli savollarni qo'yib qo'ygan. Bu savollar hammamizni qalbiga o'rnaqliq, hammamiz bu savollarga tafakkur qilaylik. Bunda qolib qolsa, biz nimaga tayyor? Abiyatimda dedik, bunda odamlarni yetishtirishimiz kerak. Onda qilishimiz kerak degandek. Unda bizning 76 yil chet elda da'vo qilib, qancha odam yetishdi? Bu bir qo'yib qo'yishga bir savol ekan-ku, qancha odam yetishtira oldi? Amerikaningki Demokratiya ilgari surish fondidan olgan pulga Uyg'ur yoshlarni tarbiyalash kurslari ochilgan, unda pas boshida qancha odam yetishib chiqdi bu narsaga. Undan boshqa tashkilotlarimiz yoki hukumatlarimiz, surgun hukumatlar qancha odam yetishtirib eklayotadi? Bu savollar jiddiy bir o'ylash tegishli savol ekanda. Biz xalqaroning siyosiy vaziyatiga mos qadam menish uchun bizim shularniki o'yinlar tang o'ynaydigan qo'limizga kart bo'lish kerak. Shularni diplomatik aloqalarni qura oladigan bizim diplomatlar, siyosatchilar bo'lish kerak. Undan qolib qolsa, buni biz qanday to'liqlay olmaymiz? Bu mening kallam kelayotgan savol. Bugungi suhbat programmamizni mishal oxirlashtiraylik. Kelar qatimliq suhbat programmamizda yana mush temalar asosida, yana munozarani o'rlashtiraman. Shunga mush temalarda munozara qilishni xohlaydigan har qanday Uyg'urga ikra uchuq. Bu yer hamma odam o'zining fikrini dodliqla o'ttirib qo'ydi. O'xshamagan fikrga hurmat qilamiz. Illaki ma'no xato anik to'g'rida o'rlagan biz o'ttirib bir so'zcha ya nima emas. Hamma odam o'zining fikrini dodliqla o'ttirib qo'yinglar. Mush orqali o'zimizniki dunyoning siyosiy vaziyatidan qanday foydalanganligini, Sharq Turkiston mustaqilligini qanday qilib jonlantira olamiz to'g'risida fikr almashtirib boqaylik. Xalqimizni yangi siyosiy bilimlar bilan bir uyg'otaylik. Bundan bugungi suhbatimiz bo'lsa, boshqa fikring bo'lmasa, suhbatimizni oxirlashtiraylik. Rahmat. Sizlarga rahmat. Suhbat Ramazon yillariga olsin.
Ramzan Rahmet, rahmet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hoş.